Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammalarga Allohning salomi, rahmati bo'lg'ay. Muhtaram ko'rarman do'stlar, bugun Fidoyilar ekraniga takror xush keldinglar. Programmamiz Qur'ondan nazar nomli programmamizniki 57 sonida ko'rishib turibdik. E'londa berilganidek o'lgu bo'lishi, ya'ni payg'ambarlarning, nabiylarninki o'lgu bo'lishi zoti qandoq edi? Hozir qadar bizga tushuntirilib kelgan darsliklarda Nabiy va Rasulullohninki farqsiz ekanligini, hammasining o'xshash nomdagi otilib kelganligidan iborat bir xato tushunchadan boshlangan. Rasulullohninki, ya'ni Allohning elchilarining bizga qandoq ulgu bo'lganligini ko'rsatilgan barmoq qarab turilish xarakterdagi izohat bilan anglab kelganligimiz tufaylidan nurg'un xatoliklarni biz din mushu deb tushunib kelgandik. Allah'ın rahmeti bilan keyingi kunlarda Qur'on manbalik din tushunchasi orqali siz ko'rayotgan mazkur programmada boshdan oyoq Qur'ondan, ya'ni Allohning kitobidan manbalangan Allohning dinining qandoq ekanligini izohat berib kelyapmiz. Bugun ana shu Rasulullohning, ya'ni Allohning elchilarining bizga qandoq ulgu bo'lganligini Qur'on manbalik din tushunchasi bilan qarab chiqishga bir program qilgan bo'ldik. Programını davamlı təqdim qıtlayotgan ustazımız Kerim Zahir efendim ekranda. Selamun aleyküm, hoş geldin. Aleykümselam ve rahmetullah. Qanday ahvallar edi? Allahu şükür. Salamat bo'lg'aylar. Abdulaziz birodar yana azroq kechkiman dedi. Ko'rinman do'stlarga e'lonni berib qo'ygandan vaqt rioya qildi deb yana men otkashlik qilib qoldim. Aybga burmay. Vaqtni tejash maqsadida başlap anlap kaldık. Hoş, ilanda belirgendek bayatdan izahat gerek. Biz şunun izahatları, yani şunun tushuntirishlar bo'yicha Allohning elchilari bizga qandoq ulgu bo'lgan. Ular nimaga buyurgan, nimani qilgan, nimani ijro qilgan, ular qilganni biz qandoq qilishimiz kerak. Zaten bu yerda an'anaviy tushunchamizdagi xatolik bilan hozirgi Qur'on manbalik din tushunchasidagi farqning orasini inşallah ürüşen bir şekilde yoğurtup birişlerini sorayımız. Merhamet. Selamun aleyküm. Dünyanın yaklaşık yerleri hürmetli kardeşler. Hemen şu vakit hayırlı olsun. Bugün Ahmetcan degandek Allah'ın elçileriniki bizge bo'lgan ülgülük tarafları qası. Muş sahada bir tushuncha berib o'tamiz Qur'onga asosan. Mushning oldida 5 minut şu bir ayet ustida bir to'xtalay dedim. Chunki namoz haqidagi bu namoz to'g'riligiga kirmaydim, lekin Istiqlol TV'da Mehmet Yusuf bilan Abdul Avlat Hafiz bu ikkisi bu soat to'xtalganligi uchun bu yerda bir tal oyatni naql keltiribdi. Sura Rumniki 17-18 oyat ekan bu. Shu oyatga bir izohat beray deb o'yladim. Bu oyat Estağfirullah. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardi ve ashiyan ve hine tuzhirun degan mushu oyatning o'zini. Mushunindan 5 vaqt namoz chiqadi deb sharhlabdi bu odamlar. Qur'oni Karimda namoz haqidagi oyatning o'zida kitaben mevquta inne salate kanat alal mu'minin kitaben mevquta degan bir oyat var. Namaz mu'minlarga vaqti belgilangan bir ibodat belgilandi degan oyat ham bu. Buni ham vaqti qanday belgilangan degan vaqtda birinchi qadamda Payg'ambar alayhisolamga Makkadagi vaqtida 2 vaqt namoz o'qish buyrug'i tushdi. Bu sura Hudniki 114-oyatida aqimis salat tarafay yuzibna sayyiat zalika zikra liz-zakirin degan mush oyat shuni bayon qildi. Ya'ni namozni kunduzning ikki tarafida Vazul efendiki zulab va bu yerdagi bayon ma'nosida keladi. Uning uchun ya'ni kechiniki kunduzga yaqin bo'lgan taraflarda. Bu nima degan bo'ldi desa, kunduzning ikki tarafi degan hamda kun chiqib bo'lgandan keyin, ya'ni kun chiqib lekin niqondan tortib kun o'ltirishning oldidagi mush orliqni ko'rsatdi degan bir mujmal bir narsa paydo bo'ldi. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda buni bayon qilib, kechining kunduzga yaqin bo'lgan tarafi ya'ni
deb bizga buni bundaq tushuntirdik. Bu nima degan bo'ldi desa, tong otgandan boshlab kun chiqishi oraliqni bir vaqt, ya'ni kunduzga yaqin bo'lgan bir tarafi, kun o'ltigandan boshlab kunniki qizilligi yo'qqichi oraliqning o'zini bir vaqt qilib Alloh taolo shunday belgilaylik. Payg'ambar alayhissalom bu tarix kitoblarida bor bu narsa. Payg'ambar alayhissalom yangi namozni boshlagan vaqtda shu ikki vaqt namozining o'zini qilib kelganligi, keyin sura Isroniki 78-oyati Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli va Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana mashhuda degan bu oyat tushgandan keyin ishimni qo'shqanlik. Ya'ni bu namoz bu nimani bildirib desa, namozni kun tushulib azroq mayni qarilgandan boshlab kun o'ltig'ich oraliqda o'qiydi. Yani bu vaqtda yana o'zi Alloh taolo peshim namozining o'zini farz qilganligini buni bayon qildi. Ammo sur Rumniki mushu fasubhanallohi hina tumsun va hina tusbihun degan mushu oyatning o'zidimi mushu Mehmet Yusuf degan odamning o'zi meni yaxshi taniydi bu odamning o'zi. Mushu hina degan kelimaning o'zi bir vaqtni ko'rsatadi. Bu yerda hinadan 3 tal hina bor. Fasubhanallohi hina tumsuna va hina tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardi ve aşiyen ve hine tuzhirun. Mana. Muşunun özüdün birincisi kun oltuganda başlap hine tumsunu degenin özü kun oltuganda başlap şu kun kızağıcı kunun kızıllığı yokuğucu aralığının özünü gösterdi ve hine tusbihun degenin özü tang atgandan başlap kun çıkıcı aralığının özünü sübiye vaktini gösterdi. Ve hine tuzhirun degenin özü pişim vaktini gösterdi. Yani bu ayetning o'zidimi namozniki 3 vaqt ekanligini, yani 3 vaqtning o'zi namozning vaqti ekanligining o'zini ko'rsatdi. Zaten hozirgi musulmonlar shu 3 vaqtning ichida namoz o'qiydi. Yani buning o'zini qoida yana o'zi, uning bir tuz tushirishga hech qanday hojat yo'q. Bu bir masala. Ikkinchi bir masala bu qarindishimizniki hadis borasida degan bir 4 og'iz gap bor. Buning bir 2 minut vaqt chiqiray. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanısında özü 50'tek sahabının özü bu hadisini yazganmışlar. Bu hadisini yazıp 1000'den artık hadisinin özü hatta İmam Bukhari qatarlıq İmam Ahmed'lige yetkenmişler. Hem de şu yetken hadisinin özünü oturup çıkarpak diye vaxtıda onu oturup çıkargan için neyim çıkırdı dese hadisine palanı şu 5-6 adam çıkırdı. Peygamber Aleyhisselam'dan bivasıta rivayet kılan bir adam o yerde bolsa u nima uchun oraliqqa 5 odam kirib qoladi, 6 odam kirib qoladi, 7 odam kirib qoladi? Nima uchun buni o'ylamaydi bu odamlar? Bu yolg'onning o'zini rost qilish uchun bunchalar o'zi harakat qilish, bunchalar o'zi jafo tortishniki nima hojati bor? Misol. Shuning uchun bu yerdagi bu odamniki davatqini, ya'ni hadisda Payg'ambar alayhisalom zamonida yozgan degan gapining o'zi ham yolg'on, ham Payg'ambar alayhisalomniki La tektubu anni şeyen gayrel Kur'an femen ketebeha felyemhu degan aşı rivayetini aşı adamlar biladi. Kur'an'dan başka işlersini yazmanglar. Nemin Kur'an'dan başka yazgan narsa bo'lsa, onun o'zini derhal o'zi yo'q qilinglar degan bir rivayet. Yani bir rivoyatning o'zida Kur'an'dan başka narsani yazmanglar. Agar yazgan bo'lsangiz, onun o'zini o't qilib ko'ydirib o'tinglar degan o'zi yani uni yo'q qiling degan vaqtning o'zida o sahobalarning o'zini uni akilib Ehraqnahu binnar degan o'zi kelim bor nemaniki rivoyatning oxirida. Yani onu o'tni ko'ydirib atdi deydi-da. Biz o't ko'ydirib atgan edi deydi. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Ebu Bekir, Umar, Osmanlı'nın zamanında hiç qanday bir rivoyat yezish imkon bo'lmagan. Bo'libmi Umarning zamonasiga hiç qanday o'zi hadis yezishga o'z yo'l qo'ymagan. Peygamber Aleyhisselam yo'l qo'ymagan, Ebu Bekir yo'l qo'ymagan. Hem yazılgan rivayetini utturuq köydürüp taşlagan. Hazret Umar'ın zamanında bu rivayetler turmuq qalmaydigan yoki sürgün qildigan yoki qattiq jazolaydigan ishlarni yapmagan. Yani bundan o'zi bu odamniki yolg'onchiligi, kazzobligi mushayda chiqib turdi endi. Endi dinga bu qadar yolg'onni akilishga nima hojat bor bu yerda? O bir tushunchalik xatolik bo'lishi mumkinmi? Masalan, ashunning izohat berganidek bir tushunish imkoniyati yoki ba'zan bir manbalar bo'lish ehtimolligi bormi? Endi aql mantiqiy asosan qadrsining gaplari bo'yicha agar yozilgan bo'lsa, shunaqa necha odam bir rivoyatni necha odamning rivoyat qilish
mümkinçiliki ve ihtiyaç olmaydı hem de. O udullardaki Peygamber Aleyhisselam palanı vakti mandak diyen de yazıp da tügeyip de ki. He. Hem de o yerde neyim o dese en kıska arlıkta aşı muallif bilen Peygamber Aleyhisselam'ın arasındaki rivayet kılan adamın en kıska rivayetinin içinde yani en adam sani en az boğan rivayet 4'tün 5 sulasiyat diyen bir rivayetli var. 3 adam arlıkta var. Yani Peygamber Aleyhisselam o gapni qilg'uchi bo'lgan bo'lsa, orliqda 3 odam bor, 4-inchisi Imom Buxoriy yoki Imom Muslim bo'lgan rivoyatlar. Sulasiyat deydi buning o'zini. Uningdan boshqa hech qanday bir yerning o'zida, ya'ni 3 dan to'van odam rivoyat qilgan bir tal rivoyat yo'q uningdan boshqa. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, Payg'ambar alayhisolamda udul yozgan narsa qanday qilib bu yerda orliqqa yana 3-4 odam, 5-6 odam kirib qoladi vaqtida. Bunu mu öz oylamay, moşu gap müşekip takışıp kala, ma yalgancılığın maya çıkıp kala demezsen, ma gapni kılıvadı değil mi adamlar? Şunun için bu qarindaşlarımızga bunda gaplarni, bunda alim buluş üstülen, bu dini bunda böhtan çaplaydıgan, yalganı Kur'an'ın özünün feveylul lillezine yektubuna kitabı bi aydihim sümme yakulun haza min indillah degan ayetning özünü mü bu adam da yaxshi biladi. Qo'li bilan yozgan narsani bu Allohning dargohida din qilib olgan odamning holi qanday bo'lganligini bu odamlar yaxshi bildi Qur'onning o'zidan ashna o'qisa. Moshni bilib turib, yana o'zi bu Allohning diniga boshqa bir narsani aralashtirish uchun bunday tirishishga nima hojat? Misol. Shuning uchun men bu odam bilan 95-yilning oxirida tanishgan. Menim yaxshi tanıydı bu odamni men Almutida, Qozog'istonning Almutida shu Drujbo degan o'zi mahallasi bor, shu mahallada bu adamlar tanışkan şu vaxtın özü bular İskit'e yerde, muş Türklerinin məktubida muallimlik qildi ekan. Hep cuma günü kelib şu yerda o'zi təbliğ qilayotgan vaqt ekan, men kelgandan keyin ular o'zi təbliğni menga o'tkazib berib, shuni bilan o'zi ashlar paranglashib o'tatdik shu vaqtida. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda meni tanıydı bu adamning o'zi bir tarafdan. Yani meniki bir o'qigan, dinda o'qigan bir odam ekanligimni ham biladi. Mehmet nim avlat apasının o'zimi o dinni bilmagan ekan. Ben şu vaxtının özüm en töven bilsem, Mehmet Yusuf'ta bilettim onu, o dinin özünü. Demek bu yer neymi dese, birimizin üzen sokuşturuş hacet yok. Ama bu yer bir hakikaten oturup çıkırışımız gerek. Millet hazırlıkçılık nemelerini kıp geldi, dinini, Allah düşürgen dinini icra kıp geldi mi? Ya din namıdı kirgen efsanelerine neymi boysunup geldi mi? Şunu öz din namıdı kıp geldi mi? Bunu özü Allah'ın dinini enik yetkizişimiz gerek. Çünkü bu milletin aldıda ve en yamanı Allah'ın aldığı kıyamet günü hesap tartıldığı bir iş bu. Onun için hiç bulmasa Allah'ın korkuduğun bir nersi buluş lazım bu adamla da. Hem de hazır Çünkü bu kıyafetlerimizle hoş. Hem de hazır kadar ekran arkalık olsun devet keldik. Ya ki ekran arkasında olsun bir söhbet qilish imkoniyati bo'lib qolsa deb tirishib vaqtida. Uningga kelmadi, kelganlar bo'lmadi. Bir qancha qatim kelmas deb ishga qilib baqqanlar bo'ldi. Voy marhaba qo'ysa mehmon qilay deb shunda xo'sh oldik. Ammo chiqmadi, ya'ni keyin yo'qolib ketdi, birlar peshin tartib etgandek. Endi sizlar uni qarshi tarafni ular qo'pab biz tarafni ayıplasa o'tirda hech qanday foyda olmaydi. Zaten taxmi nima chiqadi. Undan ko'ra aslida bu millat jim o'tirib anglaydigan bilim egalari bir yerga kelib munozara, munoqisha, muloyiza elib borsa tugaydigan masala. Hamda ba'zan qarindoshlar bu 1900 yillarga hal olmagan narsani amdali qila olamsan debdi. O hal olmagan bo'lsin, lekin sen o'zing qandoq? O'zing hal olansa bo'lmamsa. Sendeki aql mustaqil aqlmi? Fikring, irodang mustaqilmi? Sen musulmonlik da'vos qilsang, diningga qanchalik ixlos qilyapsan, qanchalik ajr qilyapsan, shuni tirishdingmi? Tirishgandan keyingi o'zingning bevosita ta'siri nima? O hal olmas mayli-da, lekin sen hal olamsan bo'lmamsa. Bu şekilde söhbetler bo'landi. Lekin herhalde biraz perdeni yitib etmagan ahvol ostida
ikki bilimlik arasida qil uzilmas, tömür zincirini üzgen ikki bilmez. Misali bo'lib qolmasligi uchun amal va arni üzmay, buzmay, hal qilish tarafdori bo'lishi men umid qilaman masalan. Ekran orqali qo'shimcha Albatta, qo'ydim. biz bir-birimizni bilishmaydigan odamlar emas. Bu meni yaxshi tanıydı ikkilisi. Men bu ishni yaxshi tanıyman, zodi o ikkisini shunday yaxshi o'qigan insonlar. Misrda o'qish degan insonlar bular. Uningdagi o Saudiya Arabiston turaqli yillar bo'ldi. Demak bular demak o binasini biladi degan gap endi. Bilib turib bu yerda uni to'lg'ashga hech qanday hojat yo'q. O bizning o'zini bu yer oyatni to'lg'ab andaq deb mana biz to'lg'an yerimiz yo'q. Oyatning aynan o'zini deyapmiz misolda. Bu qatimma Daimon degan bir bola chiqdi. 30 yoshga kirgan bir bola ekan. O burun musulmon oilasi dunyoga kelgan, keyin o islomda nurg'ulgan axloqsizlik nimalar o rivoyatning ichida bo'lgandan keyin uningga o kallasini o'tmay uni chiqib ketgan ekan. Bir shariatchi yo'li o'tirg'i chiqib qilib, o shariatchi shu yerda tamoman mag'lub bo'ldi. Demak, bu yerdagi narsa nima? Qur'oni Karimda bir oyat bor. Bu nahaq, ya'ni batılning ustidagi odamniki delil isboti xuddi o'mchikning to'g'ri deydi. Dunyoning o'ylining eng ojizi o'mchikning uyi degan Qur'onda 3 oyat bor buning qarta. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, o batılning ustidagi odamlar keltirgan delil hech qanday narsaga yaramaydi. Chunki delil keltirmaydi, aqlg'im to'g'ri kelmaydi, mantiqim to'g'ri kelmaydi, ilmim to'g'ri kelmaydi, amaliyatim to'g'ri kelmaydi, Qur'onga aslo to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmagandan keyin bu yerdagi narsa nima desa, u fantaziyadagi bir narsa so'zlagandan keyin insonniki hayotida hech qanday bir narsani hal qilishga u bo'lmagandan keyin shuni nima bo'ldi desa u yerda u odam mag'lub bo'lmay nega bordi? Men hozir Turkiyada 6000 dan ortiq doktor, dotsent doktor bor ekan. Shu doktor, dotsent doktor bo'lgan insonlar o'tirib chiqib Daimon degan mandaq narsa deb tushuntirib shu Daimonning o'zini dinda o'qimagan bir odam, ashning o'zini mag'lub qilolmadi. Mag'lub qilolmaganligi nima desa, asli xatoning ustida degan gap. Bu yerda. Yani nurg'un o'zi to'g'ri niyatlik shunday doktorlar borki, biz 20 necha odam bir bo'lib o'zi xat yozib, shu Turkiya hukumatiga nima qilgan o'xshaydi. Bu bolaning hech qanday gunohi yo'q, bu bolaning deyotgan to'g'ri deb deyilgandi. Har holda olim bo'lgan odam bir odamniki deyotgan gapiniki to'g'risini to'g'ri, xatosini xato deya olish lozim. Xatosiga masabatan xato deb delil isbotni keltira olish lozim odamda. Ko'zin yo'qligi u yerda uni butun deyotgan narsa hammasi xato deyotgan qanday gap ketdi u? Misol, shuning uchun deymanda bu yerda biz bir-birimizdan uzangiz o'qishtirish emas, inovat qilish emas. Bu musofirchilikda xos inovat qilib qoldi bizga. Vatanimiz aholatda, vatanda o'z urug' tuqqanlarimiz, qo'yim qarindoshlarimiz aholat turayotgan vaqtning o'zida biz ham inovat qilishga vaqt keldimi bizga? Biz bu yer qildigan ish nima degan vaqtda bizni mushkullik ekib qo'ygan narsa bor bu yerda. Bir radikal, bir o'z xurafiy bir narsa bor. Osh narsa bizni mushkullik ekeldi. Hatto mushkulni tamoman yo'q qilishga o'z yordam qildigan bir narsa bo'lyapti-da bu. Shuning uchun millatni mushu o'z xato narsadan diniy sohadagi bizni qo'limizda keladigan narsa mushu o'g'ashqa diniy sohadagi bir qism xato narsani saqlanish uchun bir ogohlantiraylik. Millatga to'g'risini ma'u Qur'on deyilgan ma'u deb o'zi uni aynan o'zi o'tirib qo'yaylik deb o'tirib chiqdik. Bo'lmasa mushu xato din bilan, mushu xato o'zi an'anaviy din bilan vatan ozod bo'lgan ish bo'lsa, necha qatim dedim men buning o'zini. Men o'tirg'im chiqmaydim odatda. Shu ashno sababidan masalan minglagan, 10 minglagan odamlarimiz sirtda bekordan o'ldi. Hozir nurg'un shu Suriyada nurg'ulgan qarindoshlarimiz, bolalar, ushshaq bolalarimiz aşağıda o'zi kampda yetyapti. Shuning hammasi bizga bo'lgan ziyon, vatanda u xurofiylikning dardida vatanda nurg'ulgan o'zi ziyonlar bo'lyapti. Bu Xitoyga bir bana sabab bo'lib beryapti bu narsaning o'zi. Uning ustiga shu xurofiylikning dardidan Turkiyadan eng oddiysi Yevropaga chiqib bolalarni o'qitish fursati ega bo'lsin deb gap qilsak, u kafirning juti, yahudining juti, nasaraning juti deb o'tirib, u yerda o'zi yomon gapini qilib, u yerdagi insonlarning o'zini bu yerga chiqishning oldini to'sib unda qilyapti-da. Degandan keyin endi biz bu yerda bu o'tirda nima qilgan narsa qarta biz millat agar mandaq bo'lsa, bu dinda chiqadigan ish bo'lmaydi deb o'tirib, buni o'tirga selishga majbur bo'ldik.
Hem şu sahada bir kısım bu dini sahadan sözlegendikin hem ibadet sahasında mı, akide sahasında mı gap çıkıp kalganlık için onu oturup koyduk. Lekin o namaz barısındaki ayetinin özü hiçbir zaman onunki 5 vakit namaz ekenligini ispatlamaydı. Bu yerdeki Fesubhanallah hine tumsun ve hine tuzhirun degan ayetteki hinenin özüne aş Mehmet Yusuf'un özü yani kayıt görüp çıksa boludu. Bu hine degan kelime vaqtni ko'rsatdi. Bu yer hine kelimesi bu ayetin özünde 3 yerde var. 3 yerdeki ayet yani 3 vaqtni ko'rsatdi. Bu naq şu yuqoridagi Sura Hud'niki 114. ayeti ve Sura İsra'niki 78. ayetini özü xulaslagan bir ayet qatardaki bir ayet hesaplandı. Şunun için bu yerda birbirimizga ayıplab onu rasvo qilish bundaq maqsad bundaq bo'lmasligi kerak. Maqsadimiz millatga bir to'g'ri narsani o'rgatish, to'g'ri narsani o'ttirib chiqarish bo'lishi lozim. Meniki inovatim to'kivotsan, seniki qanchalik inovating eshib ketishi mumkin misol. Buni sen bilishing kerak. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, haqni so'zlashing kerak. Agar meniki shu deyotgan o'sha yerda 3 yerda o'tirib turyapmiz, bizning deyotgan gaplar o'sha yerda xato bo'lsa, buning dalil isbotini qo'yishing kerak. Qo'ygan dalil isboting hech bir zaman u doğru yaramaydi chunki sen rivoyatni bizga akama, Qur'ondan akalanmayapsiz zaten. Unda bo'lgandan keyin demakki seniki mag'lub bo'lganing aniq degan gap. Bu qatim Daymonning o'zi yolg'iz bir o'qimagan bolaning o'zi butun o'zi Turkiyadagi mollaga maydon o'quvdi. Shuni bilan o'zi tugidi bu narsaning o'zi hammasi. Ham buningdan bularniki texnimbek o'zi ro'y tushib ketgan vaqt keldi-da. Odatda bir o'qimagan odamning o'zi men nima uchun mandaq degan vaqtda Aşkın gap deb beramasligini o'zi nima degan vaqtida xatoning ustida ekanligini isbotlagan bir isbot degan gap bu. Agar to'g'rining ustida bo'lgan bo'lsa, u qilayotgan ish to'g'ri bo'lgan bo'lsa, uning isbotiga aniq bo'ladi Qur'onda va amaliy hayotda isbot aniq bo'ladi. Bo'lgandan keyin bu odam uni qoyil qilib oladi. Demak, ashunchalik bir odamni qoyil qilolmaslik bu yerdagi narsa nima desa, Qur'onniki ichida emas, yani Alloh tushirgan dinning ichida bo'lmaganligining isboti. Bu amaliyotga uyg'un bo'lmaganliginiki ilimga uygun bo'lmaganligi, mantiqqa uygun bo'lmaganligi ham aqlga uygun bo'lmaganligining isboti degan gap. Shuning uchun bu dinda o'qigan qarindoshlik yana deyotimiz, davomli shunday deyotimiz. Bu yerdagi masala bir-birimizni tillash, bir-birimizni haqoratlash emas, Abduqodir yapjanga o'xshash. Haqoratlash emas, bu yerda haqiqatni o'ttirib chiqarish orqali millatni bir foydalanadigan, millatga foyda yetkazadigan bir ishni qilish. Bundaq bo'lish lozim. Bo'lmasa bu yerda bizning qarashimizning nima ahamiyati bo'ldi? Bunga ham shunchalik gap qilib turay, buning bir 10 minut, 15 minutlik vaqt ketdi. Endi bu navbatdagi Nabi va rasullarniki ulgu bo'lishi qandaq edi deb biz reklamlashda chiqardik. Nabi payg'ambar va rasul payg'ambarlarniki bizga ulgu bo'lish o'zi nimalari hamda tuvanda buningga Qur'oni Karimda Sura Ahzobniki 21-oyatida va Sura Mumtahinniki 4-oyatida maxsus o'zi to'g'riliq oyatlar bor. Misol laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha val yawmal akhir va zakaralloha kaseera degan o'sha oyatning o'zida buni bayon qildi. Alloh taoloni ko'p eslaydigan Alloh va qiyomatga Allohga va oxirat kuniga uchirishni, oxiratda o'zi oxirat hisob berma, Alloh bilan uchirishma degan umidda bo'lgan odamlar uchun Allohning payg'ambarida bir ulgulik, ya'ni o'rganish tegishlik ishlar bor edi. Ama Allah'ın Resulü'nde. Ayetin özümü قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ degan şu ayetin özümü yani İbrahim Aleyhisselam böyle bir yolda mangan insanların öğünüş tikişlik bir kısım özü işler var. Degan ayet hemde yanıma o Sura Mumtahinniki 6. ayetida laqad kana lakum fi
fihim uswatun hasanatun degan mush oyatning o'zida yana shu payg'ambarlardan o'rganishga tegishlik bir qancha o'zi narsalar bor, o'rganishga tegishlik o'zi aloyidliklar bor deb Alloh taolo bizga mushuning o'zini deyotdi. Endi Allah'ın peygamberlerden ögünüş tegishlik narsalar bor deb Alloh taolo debdi. U vaqtda bizga ögünüş tegishlik bo'lgan narsalar qolsa ekan. Nimani ögündük ekanmiz? Degan vaqtda birinchi, yani bunu aslida bu Nabi ve Resul mavzusida bu gap tugagan aslida. Ammo bu qayta so'zlash to'g'ri kelib qoldi. Birinchi qadamda nima desa, o Allah'ınki elçileri Allah'ın kitabıga eslishdan ibaret. Yani her qandaq işte Allah'ın kitabıga eslish ve her işni Allah'ın kitabıga tatbiqlash orqali o masalani hal qilish. Mana mush yo'lni tutgan. Birinchi qilgan ishimiz shu. Bularniki eng o'zi asosiy yo'limiz shu. Yani bu bizga nimani beradi degan vaqtda biz o Allah'ınki kitabıga esilgan kishiga eslish ve Allah'ınki kitabıga meselini tatbiqlagan kishilik qilgan ishiga biz meselini tatbiqlash emas. Bizniki bunun da o'rgangan narsamiz o Allah'ın peygamberi, yani Allah'ın elçisi o kitap qandaq esilgan bo'lsa, bizim shundaq eslish. Allah'ınki elçisi, peygamber degan gap chiqib keladi-ku. Allah'ın elçisi o kitapqa, Allah'ın kitabıga meselini qandaq tatbiqlash orqali meselini hal qilgan bo'lsa, bizmi o navbatdagi oldimizdagi meselening o'zini Allah'ın kitabıga tatbiqlash orqali meseleni to'g'ri hal qilish. Mana bu bizga o'z berayotgan ta'limot bu. Yani o'zi sura Mudassir surasida 1-oyatdan 7-oyatgacha 7 oyatning o'zida 7 xil narsaga payg'ambarga o'zi berilgan buyruq va 7 xil buyruq. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir ve rabbeke fekebbir ve siyabeke fetahhir ve rüzse fehcur ve la temnun testeksir ve li rabbeke fesbir degan mush oyatning o'zi, yani 6 ekanda, mush 6 ishning o'zini Peygamber Aleyhisselam'a Allah Teala buyruq bergan ayet. Yani sen bu Allah men tushirgan vahiy orqali insonlarni, yani xato yo'lda mangan insonlarni ma qilayotgan ishing xato. Bunun oxirisida sen o'zi ziyon tortib qolsa, uning uchun sen mandaq yo'lda mansang, men Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'lda mansang, sen dunyo va oxiratda sen o'zi nijotga erisha olaysan, g'alabaga erisha olaysan deb ularni o'zi ogohlantirdi deb Alloh taolo Payg'ambar alayhisolamga bu buyruqni beryapti. Va rabbaka fakabbir, va sen Parvardigoringga takbir et. Yani Allah Taola'nınki büyük bir zat ekanligini insonlarga tunishtirdi, o'zingmi ashuni tuni degan gap endi. Va siyabaki fatahhir, va sen kiyimingni pok tut. Yani o'zi bir musulmon bo'lishga tegishlik, yani bir odam musulmonman desa, musulmonga tegishlik bo'lgan xususiyatlarni Alloh taolo bu yerda sanab beryapti. Bir odam men musulmon desa, u odam birinchi o'ziniki qilgan ish harakatlarida xatolik bormi yo'qmi? Agar xatolik bo'lsa, u oxirsida qanday ziyonlantiradi, buni ogoh bo'lish va atrofidagi qavm qarindoshlarini ham ogohlantirish va Alloh taoloniki buyuk bir zot ekanligini esda tutish va pokiz yurish. Yani bir musulmon bo'lish deganning o'zi, yana bu pokizlik ham o'zi ahamiyat berish, ham boshqalarni cho degan vaqtda ham pokizlikqa targ'ib qilish. Degan o'xshash wala mushu 6 xil mushu nimaning o'zida hammasida Alloh taolo o'zi nimaga o'zi insonlarga payg'ambarlar orqali mushuning o'zini nima qiladi hamda ogohlantiryapti. Chunki bir inson musulmon bo'lgandan keyin u insonniki bir qancha o'z shartlari bo'ladi, pokiz yurish kerak, xalq bilan o'zi jadallashmaslik kerak, boshqalarning o'zini g'aybatini qilmaslik kerak. Mush oyatning o'zi shunda deyapti. Sen o'zi boshqalarga takabburlik qilmaslik kerak. Ham bizga hozir mushundaq noyat eg'ir o'zi zulmlar bo'lyapti. Mushundaq zulm bo'lsin desa, sabr qilish kerak oxirisida. Bu sabr deganni nima desa, sabrning o'zi insonni nishonga yetkazadigan birinchi omil.
Agar bir inson bir o'zi nimaga jafo mushaqqatga sabr qilmasa, bir zulmga sabr qilmasa, u odam hech bir zaman o'zi oxiriga yetolmaydi. Chunki Qur'oni Karimda yana Asr surasining o'zidami val asr innal insana lafi xusr illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqq va tawasaw bis sabr degan mush oyatning o'zidami bir odam o'zi musulmon bo'lgandan keyin u o'ziniki musulmon bo'lganligini iymon keltirgandan keyin iymonning o'zini yaxshi yo'ldan ifodalash. Ya'ni u odamniki haqiqiy musulmon bo'lganligi u odamniki yaxshi ish qilish qilmasligi bilan munosabatli degan gap endi. Boshqalarga o'zi yaxshi ish qilishni tavsiya qilish va u yaxshi ish qilish jarayonida nima qilgan o'zi yetgan jafo mushaqqatga chidash va boshqalarga chidashni o'zini tavsiya qilish bu o'zi bir musulmonlikda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir narsa degan gap. Ya'ni Allohning payg'ambari bu ishlarning hammasini qiliqliq. Qilganki bizga nima tushdi bu yerda degan vaqtda bizmi bu yerda har bir musulmon o'zi ham qilgan ishida xatolik bormi yo'qmi buni diqqat qilish lozim. Panzir deganning o'zi o'z diqqat qilish va boshqalarni ham shunday o'zi xato ketib qilishdan o'zi ogohlantirish. Alloh taoloniki buyuklikka o'zi iqro qilish va boshqalarni o'zi uningga tunishiga yordam qilish. Pokizlik, ya'ni o payg'ambarlar o'zi pokiz bo'lgan bo'lsa, pokizlik ahamiyat bergan bo'lsa, u musulmonlar uchun o pokizlik ahamiyat berish. Hozir bizning musulmonlarda mush ishlar yo'q. Masalan, bo'libmi, men nurg'un qarindoshlarimizni ko'raman, oyda bir qatim yuvmagandek ko'rindi zodi. Ko'z paqirab ketdi shu maydin. Nurg'un odam deydi-ki, o'z paqirab ketsa, iymonning nurini paqirab ketdi deydi. Mayni yuvmagandan keyin paqirab ketganini bilmaydi. Va boshqalar takabburlik qilmaslik, yani payg'ambar alayhisalom deyapti, bu so'z udullab biz hozir bu oyatni o'qidikmi, bizga deyilgan so'z degan gap. Yani demak bu oyat nima degan vaqtda payg'ambarlar butun payg'ambarlarniki elchilarning hammasi mana mushu ishlarni beshidan o'tkazgan, mushu o'z qiyinchiliklarni beshidan o'tkazgan, mush qiyinchiliklarga ham sabr qilgan, keyingilar degan vaqtda musulmonlarmi mushunda qiyinchiliklarga sabr qilgan vaqtida sabr qilish deganning o'zi ham chidab yetish degan gap emas. Uning qarshi kurash qilish. Ya'ni uning qarshi kurash qilishda o'z vaqtida nima qiladi degan vaqtida bu musulmonlar g'alaba qiladi degan gap. Ya'ni payg'ambarni o'gindigan narsa mana mushunda navoiyat o'zi ahamiyatlik, ya'ni mana aytgan vaqtida uni qanchalik shu payg'ambarning qilgan ishlariga qarata bu bundasa payg'ambarning qilgan ishidan emas, o'ginishning o'zi Alloh taolaning buyrug'ini bajo keltirish, ya'ni biz aytgan vaqtida. Bu yerda payg'ambar alayhisalomni qo'p, sen boshqalarning o'zini ogohlantir deganning o'zidan nimani bilib olaymiz deganda payg'ambar alayhisalom ashta qilibdiki, bizni qo'pishimiz kerak emas. Alloh taolo ashuni o'zi qo'p, boshqalarni ogohlantir debdi. Biz ashunda qilishimiz kerak deganga kirish kerak degan gap. Ya'ni payg'ambarlar butun Allohning payg'ambarlari ashunda o'zi Allohning buyruqiga shunday samimiy itoat qilgan bo'lsa, bizning payg'ambarlardan o'gindigan narsamiz Allohning buyruqlariga shunday samimiylik bilan itoat qilish va uni ijro qilishdan iborat degan gap. Yani Sure En'am'daki 106. ayette ittabi ma yuha ileyke min rabbik la ilahe illahu ve a'riz anil müşrikin diyen ayetin özümü bu Allah Teala peygamber nime yani sen Rabbimden kelgen la ilahe illahu diyen özü muşu kelimenin özü muşu vehinin özüge egeç. Yani Allah'ın var ve birliginin özüne itiraf kılıştan ibaret bundak nasiga egeç. Ve müşrik yani şirk keltirishdan sen jiroqdir. Yani bu yerdeki la ilahe illahu deganning o'zi Allah bir degan ma'noni bildirgan kelime degan gap. Nima uchun degan vaqtda oxirgi va ariz anil mushrikin deganning o'zi shirkdan jiroqdir degan so'z. Bu yerdeki la ilahe illalloh illahuniki yani Allah'ning birligini e'tirof qilishing kerak. Mushriqqa ergishishing kerak. Yani bir Allohlik diniga, e'tiqodiga ergishishing kerak degan ma'noni bildirdi degan gap. Yani Peygamber Aleyhisselam qo'shilib, mana mushu o'zi buyruqqa itoat qilgan, hamda biz-ku degan vaqtda biz
payg'ambardan o'gindigan narsamiz mush yerda payg'ambar ashuniga itoat qilganmi bizga mush oyat udul hozir bizga kelgan bilan o'xshash hisoblandi. U vaqtda bizni payg'ambarga o'xshashlar udul mush oyatning o'ziga ergishib la ilaha illalloh deganga, ya'ni Allohning hech qanday sherigi yo'q deganga o'zi itoat qilish degan gap endi. Ashuna aktiv itoat qilish bizning vazifamizga deganni bildirdi degan gap. Degan ishlar degan gaplariga qilgan ishlariga ergash degan gap yo'q Qur'onda. Hech qanday bir yerda. Payg'ambar ergashgan narsaga ergash. Payg'ambar bir amrning o'zini ijro qilgan bo'lsa, sen shu amrni ijro qil degan gap. Allohning shu buyrug'ini ijro qil degan gap. Ya'ni payg'ambar shuni qildi. Ma'ash payg'ambar qilganda qilma emas u yerda. Sen shu Allohning shu buyrug'ini sen o'zing yashayotgan zamonda va o'zing yashayotgan makonda shu makon va zamonga loyiq holatda ijro qil degan gap uni. Agar o'zi payg'ambar qilgan bo'yicha qilamiz deb qolgan taqdirda bizniki nurg'un ishlarimizga hozirgi vaqtda payg'ambarning zamonasidagi ishlarni biz qila olmaydigan. Misol, nima uchun deyapti? Bu sharoit to'g'ri kelmaydi. Uning uchun o Allah'ın peygamberleri her bir peygamber mesela Adem Aleyhisselam'ı dağıtıp peygamber Aleyhisselam'ı kışlık. Mesela Allah Teala'nın ki öğretin yapın diyen buyruğunu Adem Aleyhisselam'ın zamanında kandak icra kılan mesela Kur'an'da var. Öğretleri eşilip ketken diyen darahının yapılmaklarını öğretlerini yapış için hareket kaldığı hakkında Kur'an'da ayet var mı? Demek Adem Aleyhisselam vaktinde öğretlerinin özüne aşağı nemini ki darahını ki şu vaqtdagi sharoit qarta Allohning öğretni yap degan buyruqni ijro qilgan bo'ldi degan gap. Endi bizcha degan vaqtda biz shu buyruqning o'zini Odam alayhissalomdek ijro qilamiz deb ishda ko'nan yishib talatni ham daraxtniki yopmoqlarni izlab yuramiz hamda. Demak bu hozirgi zamon nimasi? Hozirgi zamonga loyiq u öğretni yepish degan gap. Shuning uchun biz hech bir zaman bir payg'ambarniki zamonini hozirgi zamonga so'rab kelish u zamanda qilayotgan ish harakatining o'zini hozirgi zamonga so'rab kelish bu butunlay xato degan gap. Chunki mumkin bo'lmay qolish. Ya biz 1400 yil burunqi payg'ambar alayhisalom zamonasini misol qilgan vaqtda 1400 yil burunqi zamonga qaytishimiz kerak, zamonni oqiga yondirib. Ya ko'nmaydi u ishniki metodiga, ya'ni shu prinsipiga amal qilib, u ishning shakli hozirgi zamonga to'g'ri keladigan holatda qilishimiz lozim degan gap. Yana o'zi Sura Yunus'daki 109-oyatga o'xshashla ittabi ma yuha ilayka va la tattabi ittabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkumallohu va huwa khayrul hakimin degan mush oyatning o'zidimi Alloh taolo nima deydi desa, sana o'zi vahiy qilingan narsaga ergash. O kapning o'zi, ya'ni ikkinchi shaxs deymiz buning o'zini ma o neminiki almashniki turlarida ikkinchi shaxs deymiz. Bu yerda ikkinchi shaxsning o'zi faqat payg'ambar alayhisalomga Muhammad alayhisalom xos narsa emas. Muhammad alayhisalom hayot vaqtida Muhammad alayhisalom birinchi qatim tushgan vaqtda sana ey Muhammad deb o'zi xitob payg'ambar alayhisalom bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda deyotsa, men bu oyatni o'qigan vaqtda ey Abdukarim, sanma vahiyning o'zi kelgandan keyin sen u vahiyga ergishishing kerak. Vahiy hozir men Qur'oni Karim orqali menga yetdi. Yetgandan keyin Alloh taoloning bu yer buyrug'i nima bo'ldi desa, sen ashu vahiyga sana vahiy qilingan narsaga, ya'ni Qur'on orqali sen kelgan narsaga sen ergishishing kerak degan gap. Shu bundaq yerning o'zini olib payg'ambar alayhisalom xoslashtirib olish, u butunlay xato bir narsa ham u zamonga ham to'g'ri kelmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom hozir bu oyatni tatbiq qilgan vaqtda payg'ambar alayhisalom o'lib ketgan bir odam qanday ergishidi bunga? Yani Sura Nisa'niki 105-oyatda inna anzalna ilaykel kitabe bil haqqi li tahkuma beynen nas bima arakallah ve la takun lil khayinin hasima. Mush oyatning o'zida nima deydi desa, Sura Nisa'ning 105-oyatida biz sana haq kitobni tushirdik. Bu tushirish maqsad nima degan vaqtda insonlarning orasida sen Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha nima qilishing kerak? Hüküm qilsin deb tushirdik deydi Alloh taolo.
Bunundan hem de uçuk narsa bo'ladi bizga. Yani bu yerdeki narsa nimani bildirdi desa, Payg'ambar alayhissalom o'z zamonasida masalalarning o'zini Qur'oni Karimga tatbiqlash orqali shu vaqtdagi masalalarga Qur'oni Karim orqali hukm chiqargan bo'lsa, sen hozirgi vaqtda, ya'ni bizga xitob qilgan vaqtda senmi zamonida bo'lgan masalalarning o'zini Qur'oni Karimga tatbiqlash orqali to'g'ri hukm chiqarishing kerak degan gap. Uning uchun bu yerdeki narsa nimani bildirdi desa, o Peygamber Aleyhisselam zamanında Peygamber Aleyhisselam yoki sahobalar chiqargan hukm hozirgi vaqtga da e'tibor berilmaydi degan. Chunki hukm o'zgarib turadi. Misol avvalgi zakat masalasiga kelsak, zakat masalasini hozirgichilik 2,5% bir yilning ichida to'laydigan narsa 2,5% narsa to'laydi. Ashundaq bir zakat bor. Bu Peygamber Aleyhisselam zamanında bo'lmagan narsa keyingi zamonlarda o'zi Abbasiya, Umayya sulolasi zamonasida buni o'zini qonunlashtirib, shu vaqtda o'zi qo'ygan bir narsa. Bu vaqtdagi iqtisodiy ahvolning o'zini oshna bilan qamdash mumkinchiligi bor. Uning uchun yo'l qo'ygan. Ham hozircha degan vaqtda hozirgi iqtisodiy ehtiyoj qarta zakatning o'zini, ya'ni bojning o'zini hozirgi davlat hozirgi iqtisod ehtiyoj qarta belgilaydi degan gap. Yani bu yerdeki narsa nima degan vaqtda o'zgarmaydigan bir narsa bor. U narsa ehtiyoj qarta to'lash. Bu hech qachon o'zgarmaydi. Davlatning hech qanday ehtiyoji bo'lmasa, bamiz hech nima bo'lmaydi. Yani davlat uni olmaymiz degan vaqtda bamiz hech narsa bo'lmaydi. Ammo davlatniki ehtiyoji bo'lgan vaqtda ehtiyoji qarta berish u odamning gariga tushgan narsa degan. Shu bu yerda Alloh taolo degan narsa nima? Ehtiyoj. Zakatni ehtiyoj qarta berildi degan gap. Ya'ni bir yurtning bir davlatning ichida u faqatla o'zi zakatga ehtiyoj bo'lmay, tabiiy boylik va kaza davlat o'ziniki iqtisodiy qiyinchiligining o'zini shu tashqi perevotlarni o'zi hammani endi qamdab keta oladigan ish bo'lsa, xalqning o'zi bo'ldi, biz boj olmaymiz xalqdan degan desa, u vaqtda u xalq uning boj to'lamasa gunohkor bo'lmaydi degan gap. Yani zakat vermegenlik günahkar bo'lmaydi. Nima uchun degan vaqtda? Chunki ehtiyoj degan narsa u yerda bo'lmagandan keyin uni kerak qolmadi degan gap. Shuning uchun bu yerda birinchi bu yerda bildirib qo'ydigan narsa nima deganda, har bir payg'ambar o'z zamonasida Alloh taoloniki buyrug'ini shu zamondagi ahvol qarta ijro qilgan va shu zamondagi masalalarni shu o'zi qo'ldagi kitobga tatbiqlash orqali shu zamonga loyiq holatda masalani hal qilgan. Buningdan biz nimani bila olamiz degan vaqtda, bizmi o'zimizning zamonasida va o'zimizniki makonasida bu masalalarning o'zini Qur'onga to'g'ri tatbiqlash orqali masalani to'g'ri hal qilish, buning o'zini bildirib degan gap. Va Alloh taoloning buyrug'icha degan vaqtda zamanımız ve makanımızga loyiq holatda ijro qilishni bildirdi. Ya'ni buning o'zi yig'ib aytgan vaqtda zamanımızga ve makanımızga loyiq odam bo'lish va shuning loyiq ish qilishni asos qildi degan gap. Shuning uchun biz maydalikqa ilm sohasida to'xtalgan vaqtdami, hozir Payg'ambar alayhissalom zamonasida ilmni o'qish, birga ishni qo'shishni bilish, misoli, bu savodni chiqarish hisoblangan bo'lsa, hozirgi vaqtda u Qur'on yodlash yoki bir ilmni o'qib qo'yish ilm hisoblanmaydi. Chunki hozirgi vaqtda, hozirgi zamonga loyiq o'qimasa, u odamni bir narsa bildi deb hech kim e'tirof qilmaydi. Shuning uchun bir zamondagi ilmning o'zini davomli ilm deb qiyomat qoyim bo'lishlik so'rab yurish bu bir xatolik. Misol, biz davomli tilg'ayotimiz dunyoning har qaysi joylarida, misol Turkiyaga borsak, jiqaroq ko'ramiz. Shu yoshlarimizni o'zini Qur'on kursiga akirib olib, u yerda Qur'on yodiltirgan, Qur'on tugab kelsa, hadis yodiltirgan, uningdagi fiqhni yodiltirgan, shundaq uni yeshini 20 yoshga kirdirib o'tib, uningdagi sen bo'ldi endi hamma narsa bo'ldi deb chiqarib qo'ydigan bunday ishlar bor. U odam sirtga chiqqandan keyin hech nimaga ko'p kelmaydigan. Zamonimizdagi bilimdan hech qanday bir narsaning xabari yo'q. Bir mashina choqi teshilib ketsa, mashina choqini chiqarib, yana bir choqni yangi ishlaydigan mabdi yo'q. Misol,
Bu holatda qilib qo'yaptilar bolalarning o'zida bizniki yoshlarimizni ashorat qilib qo'ydik. Demak, bu hozirgi zamonda Qur'on yodlash, hadis yodlash bu narsa hech bir zaman ilm hisoblanmaydi. Hadis yodlash zaten ziyonli insonlarga. Bu islomning eng ashaddiy dushmani bu. Shuning uchun bu yerda narsa nima degan vaqtda biz millatni behuda, ya'ni bekardan bekar inson keraksiz narsalarni o'qitish va inson keraksiz narsalar bilan mashg'ul qilish orqali uning umrini o'tkazib o'tib, millatga, insoniyatga foydasi oyida qilib qolsin, o'ziga foydasi tegmaydigan, o'zining avlodlariga foydasi tegmaydigan mundaq bir inson qilib qo'ymasligimiz lozim. Shunga biz davomli devatimiz, avlodlarimizni biz hozir zamonga loyiq inson qilishimiz lozim. O'tgan yil ben Abduqodir Yapcan bilan ko'rishgan vaqtda Abduqodir Yapcan mushu gapni degan. Hozirgi mollalar bizdagi yoshlarimiz butunlay o'zi bizniki xalqimizni qadin chiqaryapti deb mollalar ustiga shikoyat qilgan bu. Maqatim yuzini mayliq ko'rib lekin bizga bundaq gapni qilyapti-da. Yani bundan biz bilib olamizki her peygamber o'zining zamonasiga loyiq ilmlarni o'qishni shu yerda xalqqa topshirgan bo'lsa, Alloh taolaning buyrug'i bilan bizniki hozir qilgan ishimiz nima desa, payg'ambarniki shu o'zi usva, ya'ni shu aloyidligini biz aloyidliklarni o'rganimiz desak, payg'ambarning o'rgangan narsa bizmi o'zki yoshlarimizga zamonimizdagi ilmlarni o'rganishga tashabbus qilishimiz to'g'ri bo'ldi degan gap. Zamanımızdaki alim buluş lazım. Zamanıvi alim buluş lazım bular. Zamanımızda başka milletler nemini bilido, nemini kılalaydı, şunu kılalaydıgan, bilalaydıgan insanlar buluş lazım. Yani bu şu peygamberlerniki, şu öz zamanımız kılan işiniki bizim zamanımız kelgen vaqtda kılışık değişik bolgan kısmı bu şu degan gap. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda Sura Baqara'niki 134-oyatida tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat va lakum ma kasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun degan oyat bor. Burunqlarning ishi o'zga, sizlarning ishingiz o'zanliga, sizlar ularniki qilgan ishlaridan mas'uliyat tortilmaysizlar deydi Alloh taolo. Demak, bu yerlik narsa nima degan vaqtda davomli boshqalarning burunqi o'tib ketganlarniki qilgan ish harakatlarining o'zini bozorga solib Peygamber Aleyhisselam anı kılan, sahabı manı kılan, Abbasiye sulalisi manı kılan, Umayye sulalisi manı kılan diş bizge hiç kadar işini ne kupamaydı diyen gap. Hiç kadar işe yaramaydı bu diyen gap. Bu yerdeki ne mi diye vakıda velakum ma keseptum diyenin özü sizlerin kılaşının özelliği diyen ma cümlenin özü ne mi bildirdiyse sizlerin özelliği şu turuvatkan cayında yaşavatkan zamanında özelliği layık iş kılışını gerek diyen gap. Biz peygamberin qilgan ishini, sahobaning qilgan ishining o'zini bu yerda o'zi haq so'zlash orqali biz g'alba qilishga hech qanday bizniki nemimiz yo'q degan. Bu g'albaniki, g'alba qilishning yo'li bu emas degan gap Alloh taolo. Buni deyapti bizga. Uning uchun ular shu zamonda shu qilganlik uchun shu g'albini qozondi. Endi sen ma zamoningda bu makoningda g'alba qilish uchun sen nima qilishing kerak? Senmi o'zingga loyiq, shu zamoningga loyiq ish qilishing kerak degan gap. Şuna hürmetli qarindoshlar, bo'libmi diniy sohadagi qarindoshlar bundaq narsani jiq nima qilish kerak, his qilish kerak. Biz avlodlarimizni o'tmishdagi bir zamonga loyiq insonlar tarbiyalab qo'yish uchun o'zimizni saqlashimiz lozim. Hozirgi zamonda zamonaviy inson bo'lish lozim. Shu Yahudlarning masalan 3 Yahudniki birsi doktorlik unvoni bor deb hozir dunyoda shundaq o'zi danqi bor bularniki. Şu Yahudi de bak kalla, bu Hristiyan da bak kalla, başka millet de bak kalla ço, Uygur milleti de bak. Onu çokum okuyalaydı, çokum bilalaydı ve çokum netin kazanalaydı. Biz şu ballarımızın özge destek beralısak, yardım kılalısak, bu ballarımız onun özüne başlayıp çıkalaydı. Hazır dünyanın sonra vatkan, şu özü prezidentler, dünyadaki liderlerinin özü ço, biz okşaş, bizim ballarımız okşaş insanlar. Hiç kandak artıkçılığı yok. Fakat ular o'qigan.
Ammo biznikicha desa, bizniki avlodlarimiz biz yaxshi o'qiolmagan bo'lsak ham, bizniki avlodlarimiz yaxshi o'qisa, shu holatga yetadi degan gap. Alloh taolo Qur'oni Karimda va vada'na anka vizrakallazi anqada zahrak degan o'zi bir oyat bor. Bu oyatning o'zi nima deydi desa, payg'ambarniki uchistiki eg'ir yukni Alloh taolo Qur'oni Karim orqali yengillatganligini bayon qildi. Bu nima degan bo'ldi desa, Qur'oni Karim bir bilim bergan kitob. Bilim insonning uchistiki yukni yengiltilgan narsa. Ya'ni bizning uchimizda hozir Uyg'ur millatining uchisida nihoyat eg'ir bir yuk bor. Bu yukni yengiltilgan, bu yukni o'z ep tashlaydigan narsa nima degan vaqtda bizning kuchimiz emas, bizning bilimimiz. Bilim o narsaning o'zini yengib chiqa oladi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda biz Qur'oni Karimni tunishtirgan vaqtdan bir qur deb o'tdik. Qur'oni Karim ibodatga maxsus ibodat qilish uchun o'zi tushirilgan kitob emas, ilm kitobi bu. Uning uchun Qur'oni Karimning birinchi tushgan oyatining o'zi o'qi degan o'zi oyat tushlik. Shuning uchun biz Alloh taoloning shu birinchi oyat buyruqqa amal qilgan vaqtda qolgan buyruqlarning hammasini shu ilm orqali hal qila olamiz. Chunki hamma narsaning ochqichi ilm. Uni ilmni, ya'ni bir narsani bilmay turib, hech qanday narsani hal qila olmaydi inson. Masalan, nurg'un odamlar Allohga ishondim, payg'ambarga ishondim deydi. Qanday ishondingiz desa, hech nima deb beramaydi. Chunki u sohada hech qanday ilm yo'q bu insonlarda. Qarg'ulachi ishniklik. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, birinchi sen o'qi. Xudoni tunimgan vaqtingning o'zida o'qib, tunib adik iymon keldi. U yerning o'zida shu Iqra bismillahki 5 oyatining o'zida Alloh iymon keldi degan nima kelima yo'q. Nima uchun desa, Allohga ishonish uchun u Alloh degan qanday zot, uni birinchi o'qib bilish lozim. Oxirida allamal inson ma'lam ya'lam deb o'zi oyatni ashuna xulosalaydi. O'qishdan maqsad bilishni asos qildi Alloh taolo. Bizniki cho'disi, bizniki mollachoqlarimizni hammasi o'qiydi. Nayt o'qigan zodi. O 20-30 kitob, bu alqi tafsirdimi, necha tafsirini o'qiydi. O'qishdan g'oya bilish lozim. Bilish bo'lish lozim bu yerda. Bo'lmasa o'qadam jiq dunyoda. Ammo o'qib uni bilmaslik o'qimagan bilan o'xshash. Shuning uchun hurmatli qarindoshlar, dunyoning aqasi joylardagi qarindoshlar, bu yerda bizniki Qur'oni Karimni tushuntirish, Qur'oni Karimni asos qilish bu nimamizda, programmamizda nima uchun degan vaqtda qaytarib kelish 1400 yil burungi zamonda yashamaslik lozim, hozirgi zamonda yashash lozim. 1400 yil burungi ilmni ilm deb uni eslab olmasdan hozirgi ilmga eslatish lozim. Hozirgi zamonga loyiq inson bo'lish lozim. Biz shunga o'zi akilish uchun harakat qilayotgan bir programma bu. Hamda payg'ambarlarniki yana bir o'zi ishi nima bo'lgan degan vaqtda barliq payg'ambarlar oldi bilan o'z millatini qutqazgan, o'z millatniki birlik va barobarligini amalga oshirgan. Qur'oni Karimning o'zida, masalan, sura Arab deymiz, yana boshqa suralarning o'zida, nurg'un yerning o'zida va ila adin ahahum shuayban va ila adin ahahum hudan degan shunday kelimalar nojiq keldi. Bunday jumla nojiq keldi. Bu nima degan vaqtda qavm nima ahahum deganning o'zi ashlarning qarindoshi, ash millatning ichidan chiqqan bir odamni ularga payg'ambar qildik. U payg'ambar shularning o'zini mandaq so'zlarni qilish orqali ogohlantirdi. Ularni yomonlikni to'sdi, yaxshilikqa undidi degan to'g'riliq Qur'oni Karimda nojiq oyat. Payg'ambar o'z millatini qutqizishni birinchi asos qilgan. Masalan, Musa alayhisalomga kelsak, Musa alayhisalom Misrda yashayotgan bir odam. Bütün Misrni qutqizish meniki gardimdagi ish demasdan birinchi qilib Bani Isroilni qutqizishni asos qilgan. O'z millatini qutqizib bo'lgandan keyin, undan keyin boshqa millatni qutqizish uni gardimdagi vazifa. O'z millatini qutqazmay turib, boshqa millatni qutqizmada bizniki ahmoqlikka o'xshash. O'z millat ayrı qilib qolsa, Suriya, Iroqga verib, Afg'onistonga verib, boshqa
bir insonlar uchun jon berishning o'zi nima desa, bu kurash qilish. Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda ko'rsatgan jihad nimasiga to'g'ri kelmaydi degan gap. Jihad usuli to'g'ri kelmaydi degan gap. Biz o'zimizga dushman bo'lmagan bir insonlarga qarshi dushmanlik qilish bu Alloh taoloniki va man yata'adda hududallohi faqat zalama nafsa degan oyatga to'g'ri keldi. Ya'ni kimki o'ziga hujum qilgan, o'zi qarshi turgan, o'zini o'ltirim deb kelayotgan yoki o'ltirgan insonlarga qarshi kurash qilish u odamning vazifasi. Masalan, bizning vatanni Xitoy besib oldi. Xitoy qarshi kurash qilish, Xitoyning vatanni qo'g'lab chiqarish, vatanimizni mustaqil qilish, millatimizni erkinlikka erishtirish bu bizniki birinchi vazifamiz. Buni qilmay turib boshqa yerga berib, boshqa insonlar o'zi Amerikalikdan Yevropalikni qutqizamiz deyishning o'zi butunlay o'zimizga dushman tepishdan boshqa narsa emas. O'zimizga o'zi dushman bo'lmagan bir insonlarni o'zimizga dushman qilishdan boshqa narsa emas bu. Hozir misol Hamas bilan Isroil o'rtasida urush bo'lyapti. Urush bo'lsa buni musulmon bilan Yahudning o'rtasida urush deb buni o'zi ko'p ko'tarib ikki dinning o'rtasida urush holatiga akib mundaq o'zi gap qotgan insonlar bor. Bu yerga nima desa ikki diniy sohadagi insonlarning o'rtasida urush emas. Yahudlar masalan Sharq Turkiston var bir Uyg'urni o'ltirgani yo'q. Yoki olmaydi Turkiya, yoki olmaydi boshqa musulmon o'lkasiga berib bir odamni o'ltirgan yeri yo'q. U ikkisi urushyapti bu yerda. Demak bu yerda nimasi Arab bilan Isroilning urushi emas bu. Hatto kichiltib kelsak Falastin bilan Isroilning urushi emas. Ashu nim bilan ashu Hamas bilan Isroilning urushi bu. Uning uchun biz bu yerda nima qilamiz degan vaqtda biz o'zimizga dushman bo'lmagan, bizga hujum qilmagan bir insonlarni, bir millatning o'zini o'zimizga dushman tutish, Qur'oni Karimda Yahud Nasarani etib chiqib deb o'tirib, o o'zimizga boshqa hech bir bizga ziyon solmagan bir millatning o'zini, bir davlatning o'zini o'zimizga dushman tutish, buning o'zi o'zimizga ziyon. Qur'oni Karim yani Alloh taoloning qo'ygan prinsipiga ham zid. Nima uchun degan vaqtda sana dushmanlik qilgan, sana hujum qilgan dushmanga qarshi sen hujum qilishing kerak deydi Alloh taolo. Fatadu bimisli ma'tada alaykum deydi. Yani sizlar kim hujum qilgan bo'lsa, shunga o'xshashlar, uning ustiga hujum qiling deydi. Bu yer nimani bildirdi desa, hujum qilmagan sizning dushmaning emas degan gap. Uning uchun bizga o'zi Yahud Nasara nima hujum qilmadi? Biz bularni dushman deb qaramaymiz. Arablar bizga nima hujum qilmadi? Biz ularni dushman deb qaramaymiz. Hech qaysini. Pokiston bo'lsin, mayli hech qanday bir davlat bizga dushman emas, faqat bizning dushmanimiz Xitoy. Nima qiladigan vaqtda Xitoy bizga dushmanlik qildi, Xitoy bizga hujum qildi, Xitoy bizni besib oldi, Xitoy bizniki naslimizni qurtaman deb o'zi odamlarni o'ltirdi. Uning uchun u bizning dushmanimiz. Biz bu dushman qarta harakat qilishimiz lozim, bu dushman qarta so'z qilishimiz lozim. Bu diniy nuqta, dinning o'zini biz bunda qilqi prinsipini tushunishimiz lozim biz. Dinchilik qilib bu yerda diniy e'tiqodni ko'rsatgan qilib butun musulmonlar xalqaro musulmon bo'lib bu yerda bizniki xalqimizniki yoshlarimizni bo'libmi beshini qaydirgan ishlarni qilish bu butunlay xato. Turkiyada o'zi turklar namoyish qiladi, namoyish qilaversin. Turkiya o'zi manfaat uchun namoyish qiladi. Ammo bizning millat u yerda u namoyish chiqmasligi lozim. Nima chiqdi u yerga namoyishga? Isroil raketalarni bizning vatanga tiklab qo'ygan bir yer yo'q-ki. Faqat bizniki deydiganimiz u yerda nima degan vaqtida aşağıda begunoh o'ltirilayotgan, mayli qotil tarafdan bo'lishiga qat'iy nazar. Isroil tarafdan begunoh o'ltirilayotgan inson bo'lsin yoki shu Hamas tarafidan begunoh o'ltirilayotgan insonlar bo'lsin, buningga biz endi bu to'g'ri ish emas. Buning o'zini biz to'g'ri deb qarmaymiz hech bir zaman. Ammo shu sabab qilib o'tirib butun o'zi Yahudilarni bizga dushman yoki butun o'zi Isroilning o'zini bizga dushman deyish bu bizga to'g'ri keladigan narsa emas. Chunki biz o'zimizning dushmanni aniq tunishimiz lozim. Meniki shu nimada Facebook qo'ygan narsalarim bor, shu dushmanni to'g'ri tunish degan bir mavzu. Maxsus nurg'un oyatlarni keltirib qilgan.
agar vaqtingiz bo'lsa shuni o'qisangiz bo'ladi. Ham dushman to'g'ri turish sohasida biz shu fidoyilar ekranidan maxsus shuni nim qildik. Ya'ni buni biz buni nima deyapmiz degan vaqtda masalan Musa alayhissalomning dushmani Fir'avn bo'lgan. İbrahim Aleyhisselam düşmanı Nemrut olgan. En Peygamber Aleyhisselam'ın düşmanı çoğu diye Peygamber Aleyhisselam'ın düşmanı ya şu vakit Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam'ın ortak düşmanı kim olgan dese Yahud, Nesaralar ve Mekke müşrikler olgan. Yani hiçbir zaman Musa Aleyhisselam babam İbrahim'deki düşmanı Nemrut olgan ki ben Nemrut'un düşmanı tutuşum gerek deb yendiki Fir'avn'u taşlap koyup Nemrut yaşagan yeri bulmagan. Hem de Peygamber Aleyhisselam mı, İbrahim Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam düşmanlar falanlık deyip at yaptırıp uyağı bağın emez. Yüzlüğü bivası düşmanlık kılan insanlığa ya da toplum karşı özü köreş kılan. Bu bizge ne mi bildirdiyse biz onun Peygamber Aleyhisselam'ın bu iş hareketlerden ve bütün peygamberlerin iş hareketini bizdeki ögündüğün bu nokta ne mi diye vakitte biz mi özümüzdeki düşmanıge, özümüzdeki düşmanlık kılan düşman karşı köreş kılışımız Allah Teala kösetken yol ke diyen gibi. O Yahudi'den sonra ki hemmesi düşman olmağı mı diyeyim Peygamber Aleyhisselam? Şunda olsun düşman boğanlık karşı kıldı mı? Şu vakıda. Evet. Mesela Medine'de 5-6 kabile oldu. Şunun da 2 kabile düşmanlık kılındıkken mesela Hayber, Beni Kureyz deyimiz aşına karşı köreş kıldı. Ama düşmanlık kılmağını Ebu Bekir, Ömer, Osman o halifenin hemen zamanı toktan ba biz şu boyunca iş kılımız diyendikenler ular hiç karşı onu tegmegen şu boyunca yaşap ötüp gittiler. Demek ki bir milletin içinde mi karşı tuğan karşıga qarta hareket kılış devletniki işi diyen gibi. Bütün bir milletni millet sifatida yok kılış için hareket kılış milletçilik noktasından bu özü nayet ağır cinayet. Mesela Xitay hazır şunda kılıvatıdı. Dünyada özü insaniyet karşı yani insaniyet oturusunda düşmanlık payda kılan iki narsa var. Kur'an-ı Kerim'in tasvirleşince birincisi milletçilik, ikincisi dinçilik. Bu narsa insaniyetin oturusunda düşmanlık payda kılgan narsa. Onun için dindar buluşumuz nayet güzel bir narsa. Lakin dinçilik kıldım da başka dindikiler hakaret kılış. Özümüz falakete kıldıgan narsa. Yani birisi bütün peygamberler özüneki sulalısını özüneki mandaşet kavat kip çıkış menbesinin özüne yaxşı düşergen insanlar. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kısak Musa Aleyhisselam'ın özündeki şu İbrahim Aleyhisselam'ın kelgen şu neme şu Yakup Aleyhisselam'ın neslinden bolgan aşındaki kelliginin özüne yaxşı bilgen bir adam onun için Beni İsrail'de İsrail evlatlarının özüne kutuluşka bel bağlayan bir kişi. Peygamber Aleyhisselam'a çöldüğü vakitte o Peygamber Aleyhisselam'a Allah Teala məxsus ayet düşügen mesela İbrahim'deki milletinden diyen kartta ayet var. Şu özü Sure Hec'deki 78. ayette وَجَاهَدُوا فِي اللّٰهِ حَقِّ جَهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ millete İbrahim ebikum millete ebikum İbrahim diyen şu ayetler var. Bu nemin bildirdi diye vaxtda Peygamber Aleyhisselam'ı özündeki ecdatlarını özü yaxşı tuğnuğan adam şunun için şu ecdatlarındaki yani şunu da şahlap kelgen bütün milletin özüne bir toplum haletiga kelgen. Yani Yahudlu olsun İbrahim'de ibaret bir nesilde kelgen insanlar bu başka onun özüne hemmesini çöldüse bir bayrağını astığı yıkkan. Bu bizge nemini bildirdi diye vaxtda bizim özümüzün ecdadını bilişimiz lazım. Uğuz Xan'ı bilişimiz lazım. Sutuq Buğra Xan'ı bilişimiz lazım. Tarihte ötken öz ecdatlarımız kurgan devletlerimizni ve şu tarihte ötken öz kahramanlarımızı, alimlerimizni bilişimiz lazım. Yani devamlı biz Arap'ın kahramanlarını maktap olturuş, Arap'ın özü tarihini ögünüş, Arap'ın medeniyetini ögünüş emez. Bu yerlik nesne mi diye vaxtda bütün peygamberler öz medeniyeti içinde öz tarihini ravajlandırıp öz milletinin özünü bir yerge ekilişindeki g'amida bo'lgan bo'lsa, biz mi şu g'amda bo'lishimiz lazım. Biz o g'amda bo'lishimiz uchun nima desa, biz İbrahim'in milleti demasligimiz lazım bu yerde. Nima uchun degan vaqtda bizning bobimiz İbrahim emas, Uğuz Xan bizning bobimiz.
Her milletniki bir kutsal bir nesli olur bu yerde. Onun için biz özümüzün kutsal neslimiz ne degan vaqtda Oğuzhan. Misal. Şunun için biz özümüzdeki bu o'zi nima deymiz uning o'zini? Mushu Qahramonlarimiz. sohada he? Milliy qahramonlarimiz. Milli kahramanlarımız hem özümüzdeki bir simbol bu. Özümüzdeki Ha, naitki yürügümüzde g'urur. mevcut çıkırışlı bulmaydıgan derecedeki bir narsa bu. Sen kimning avlodi degan vaqtda biz Oğuzxonning neslidan biz. Oğuzxon degan mandaq odam deb Oğuzxon dastonini bilishimiz lazım, o'qishimiz lazım. Undan faxrlanadigan bo'lishimiz lazım. Uning uchun masalan hajjiga hayotimizni bir qatim borsak bo'ldi. Agar berishib qolsa. Qog'inigacha degan vaqtda Mongoliyadagi Oğuzxonniki o'zi nima obidalari va mango tashlari va andakini o'zi Tonyuqniki mango tashlari va uningdagi misol vatan kirish imkonimiz bo'lgan vaqtda misol Sutq Bug'roxonning qabristonligi va Qashqarda Mahmud Qashqari Yusuf Hasajiqniki qabristonligi va uningdagi Uyg'ur idxutxonliginiki o'zi xarobalari va mushularning hammasini degan vaqtda misol Uyg'urlarning ming uyi va bu narsalarning hammasi ziyorat qilish bizning vazifamiz degan gap. Nima uchun degan vaqtda bu bizning qudsal narsalarimiz. Bu bizniki qandaq bir millat bo'lib kelganligimizni ko'rsatadigan bir alohidlik bu. Bir simbol bu. Mesela şu o'qigan odamni so'rab boqmancha, bu hozir bizga shunday haqorat qilayotgan insonlar bor. Qaysi birisi shu ming uyni o'zini ziyorat qilib boqqan birasi bormi shuning ichida misol. deb qaralganligi uchun ziyorat qilmaydiganligini taqvolik ko'rsatdi-da. Ashta tushunib keldik. Mana shu o'zi bizniki milliy bu nimani ko'rsatdi desa, payg'ambarlar o'ziniki burunqi qahramonlarni, burunqi payg'ambarlarni yoki shu qahramon ajdodlarini ko'rsatish orqali millatniki milliy ruhini o'g'atgan. Millatning milliy birligining o'zini vujudga chiqargan. Bu bizga nimani biz chiqargan dars va nima degan vaqtda biz shu qahramon ajdodlarimizning o'zini avlodlarimizga eslatish, o'zimiz eslash orqali o'zimizda bir milliy ruh paydo qilish va avlodlarimizga ham milliy ruh paydo qilish va milliy birlik paydo qilish bu yerlik narsa. Shu orqali nimani paydo qilamiz degan vaqtda milliy mafkura deydi, milliy tafakkur. Ya'ni Uyg'urni Uyg'urish tafakkur Uyg'urcha o'z fikr yurgiza oladigan bundaq holatni shakllantirish bo'lish lozim. Bundaq bo'lmasa bu millatning o'ziga biz keç Arab qahramonlarini, Arabning podshohlarining o'zini so'zlab berish orqali bu millatga Arabcha bir tafakkur paydo qilish bu nihoyat xato bir narsa bo'ldi. Chunki biz Arab emas. Uni Arablar qanchalik qilsa bo'laverdi. U Abu Bakr, Umar, Osmonning qancha maqtsa versin. U zaten maqtsa ularga arziydi. Ama bizçi degan vaqtda biz agar Uyg'ur olsak, biz boshqa bir millat olsak, biz o'zimizning qahramonlarini, o'zimizning ajdodlarimizni, o'zimizning ajdodlar qurgan davlatlarimizni, shu zamon yaratgan madaniyatlarni o'zini, shu zamondagi o'zi olimlarimizni, buni o'zi millatimizga eslatishimiz lozim. Avlodlarimizga buni o'rgatishimiz lozim. Misol shu hozirgi elifbaning o'zida nurg'unlar Turkiyadan chiqdi. Türkiye'de keş aşının özüge Mekke Medine'nin suretlerini çıkarıp koydu. O halkı Ebu Bekir Umar'ınki onun bununki isimlerini çıkarıp koydu. Oğlunu Arap'la çıkarsın. Bir çıkarışımız gerek. Onun için ne kılışımız gerek diye vaxtda o milli ruhunu onunla payda kılışımız lazım. Şu vaxtda Elifba'nın özüge mi? Mesela o neminiki mesela Arap'ın halifeliği o bunu yazganı onunla Qarxanlar dövleti. Mesela ne? Uygur idxutxanlığı, Uygur urxunxanlığı, mesela Köktürkler dövleti, Seydiye xanlığı degende bu devletlerin ismini yazışımız gerek. Arap'ındaki öz tağlarının ismini yazganı onunla özümüzdeki Tangırtağımızın özünü tarım oymalığımız deyimiz, Cungar oymalığı deyimiz. Bunda yani yazışımız gerek biz. Arap'ın sularını yazganı onunla özümüz tarım deryası degenge o'xshash İl deryası degandek bunda deryanın ismini yazgan vaqtimizda ballarımız mı bizniki
vatanimizdagi qanday bir go'zal yer ekanligini, u vatanimiz nima borligini buni bilalaydi, ham ashnodan o'zimizning tarixini bilalaydi degan gap. Bu bolalarga ash sabab bilan milliy ruh paydo bo'ladi. Bu yerda bir İslami savol vojib Bizga bo'ldi. boshqa bir millatniki, arabning, farisning yoki turkniki bunda xalqi nasllarni biz o'rganish orqali yoki bolalarimizni o'rgatish orqali hech bir zaman uyg'ur qilolmaymiz bolalarimizni o'zini. Bir zaruriyat oldu mana bu savoldan birisi. Boyatinki sizlar ko'zliqqa o'rnaklar bizning o'zimizningki milliy iftixor faxrlarimiz yoki qadriyatlarimiz burunqi o'tgan tarixiy yordamlarimizni ta'kidladilar, ilgari surdilar. Endi bizga hozir kelgan ta'lim tarbiyada o'rnaklar boshqa yerdan berildi. Buningki sababini diniy tushunchaga, diniy nuqtaga bog'lab turib tarbiya qildida. Masalan, sahobalarni suyish, ularning ismlarini qo'yish, arablarninki tog'lari, yemak-ichmaklari misolan. Bularning hammasini diniy tushuncha bilan singdirdida bizga. Masalan, homiy sunnat shaklida. Undaqda bu yerda bir bizga savol chiqadiki, hozir sizlarning qo'rqmay hatta ming'oyni ziyorat qilishimiz kerak degan gaplardan chiqib turdiki, chunki bir diniy manba bo'lgan bo'lsa-da, u diniy masala bo'lgan bo'lsa-da, buni o'ylashib deyish kerak bo'ldi. Demak, mishadan aqlga ishoradan juvoldir shaklda bir narsa chiqyaptidiki, bekerak ajoyib dedim men. Ya'ni bu xil tanlashlar, bu xil tavsiyalar millatni o'zining asli kimligi bilan sug'urish, kuchlantirish, buning bilan iftixorlantirish xarakterdagi bu xil urinishlar yoki bu xil izlanishlar diniy nuqtadan emaskan degan bir narsa oldi mening tushunchamda. To'g'ri tushundimmi yoki? Yo'q. Bu xato tushuncha bu. Ha. Bütün peygamberler, mesela Musa aleyhisselam Mısır'da şu İsrail milleti nemini kiygen bo'lsa shuni kiyib, nemini yegan bo'lsa shuni yeb, qanday tamoq qilib yegan bo'lsa shunday tamoqni qilib yeb, qanday tilda so'zlagan bo'lsa shu tilda so'zlab o'tdi. Payg'ambar alayhissalom Makkada Arabning kiyimini kiyib, Arabning musiqasini tinglab, Arab so'zlab, Arabning tamog'ini yeb, Arabning meva-chevasini yeb o'tdi. To'g'ri emasmi? Xo'sh. Payg'ambar alayhissalom Amerikadan tamoq qilib yemagan-da. Uçağı Amerika'dan bilmeydi akşam. Bu yerdeki mesele neyim oldu şu vaqtda degan vaqtda her peygamber öz medeniyeti dairesinde hareket kıldı, öz milletinin içinde hareket kıldı. Bunun bizning aldığan dersimiz neymi ki degan vaqtda bizim öz medeniyetimizin içinde yaşayışımız gerek, öz medeni miraslarımızı ele çıkışımız gerek. Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye verip Kabe'ni aylandı o. Kabe deganni Arapning medeni mirası o. Bir taraftan. O yani tazlap qayta özel butxanti onun özü aslında o butxanның özüne tutulay içirik butlan ep çıkır taşlap etip bunu qayta ibadetxanaga aylandı o. Bizge neymi berdi? Biz bunu neymi ders alımız degan vaqtda bizning aldığan dersimiz o Arapning tupuruqqa verip bu işini qilish emas. Biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun, mesela şahsen ben Uyg'ur medeniyetining ichida Uyg'urning kiyim kechigini kiyib, Uyg'urniki tamog'ini, lag'man polosini yeb, Uyg'ur medeni miraslarga ega chiqib o'tishim lozim. Bu Qur'oni Karimdagi buyurgan narsa bu. Uning uchun bu yerlik narsa nima desa, millat bo'lish o'zimizning ixtiyorimiz bo'lmadi. Tug'ildik biz majburan. Unda bo'lgandan Alloh taolo Qur'oni Karimda osmon zamin Alloh taoloniki bor va birligi qanday dalil bo'lgan bo'lsa, bir insonniki bir millat up yashi ya'ni bir nimalqi inna fi xalqis samawati val arz va ixtilofi alvanikum va alsinatikum degan oyat bor-ku. Tiliniki va ranginiki har xil bo'lishi yani. Bu Alloh taoloniki bor va birligi bo'lgan bir dalil deydi Alloh taolo. Yani her bir millet o'zining milliy kimligini saqlagan holat yashash Alloh taoloning bor va birligi bo'lgan bir tal dalilni saqlaganlik degan gap. Uni saqlash qanaqa qildi degan vaqtda bu milliy kimlikka
ahamiyat berdi, milliy ruhini kuchlantirdi. Faqat bu yerda cheklanadigan bir narsa bor. O cheklanadigan narsa nima degan vaqtda men o'z Uyg'ur bo'lish sifatim bilan Uyg'ur madaniyatini maqtayman, Uyg'ur bo'g'inimga faxrlanaman, ammo boshqa bir haqorat qilish, boshqa millatning o'zini kamsitishning o'zincha Alloh taolo cheklaydi. Hı hı. Nuqta bu. Ya'ni bu halqi millatni qanchalik o'zi nima qilsak, millat uchun qanchalik kurash qilsak bo'laverdi, uniki madaniyati, urf-odati, o'sani qanchalik taraqqiy qildirsak bo'laverdi. Va lekin boshqa millatni kamsitish yoki uning o'zini boshqa millatni ezish, bundaq sabab bilan qilsak bo'lmaydi. Masalan, Xitoyga o'xshash hozirgi vaqtda. Xitoy hozir bizning vatanda o'ziniki Beijingdagi Ravaqniki shakldagi bujumlarni selib, Uyg'ur madaniyatini yo'q qilib, misol. Uyg'urlik atlasga o'ynagan Xitoyni xotinlariga kaydirib, bundaq qilyapti-ku. Yani bundaq qilish bu o'z Qur'oni Karimniki nimasiga zid degan gap. Xuddi shunga o'xshashlar biznikimi o'zi mollalarimiz Arabning kiyimining o'zini Uyg'urlarga tavsiya qilib, Uyg'urlarning xotinlariga tavsiya qilib, u Arabning kiyimini kaydirishning o'zimcha desa, bu Alloh taolaning millat qilib yaratdim degan bu o'zi prinsipiga tamoman zid degan gap. Zid bo'lgandan keyin bu bir jinoyat degan gap. Yani Alloh taolaning millat qilib yaratganlikdan iborat bu milliy kimlikni saqlash bizning vazifamiz. Buning o'zini biz saqlamadikmi? Alloh taolaning shu buyrug'iga itoatsizlik qildik degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz ajdodlarimizning qilib qolgan bu narsalarni o'zini e'tiborlab, serib supurib, buni o'zini paqirtib yashash, bu ajdodlarimizning qilib qolgan narsa bu deb uni e'tiborlash, u o'zimizniki milliy kimlikka ega chiqqanligimiz deb hisoblanadi. Uyg'ur bo'lib yashash kerak, Arab bo'lib yashash kerak. Shu vaqtda hammasi o'z o'rniga tushgan bo'ldi. Bir Uyg'ur Arab bo'lib yashamaydi hech bir zaman. U yashagan vaqtda millatini satgan bo'ldi vaqtida. Undaq dinning, ya'ni islomning ta'limotida milliy va bir rayonda bir yashagan millatninki yoki bir guruh millatlarninki o'rtaq manfaati asos qilingan amirlarga buyurilgan kunda hisobda. Bular ifodalamagan biroz ters bo'ldi. Lekin bayotanqa tushunish bo'yicha chiqqanda mening tushunishim shu yerda hamda bu diniy masala emas, balki insonlarning o'zining ixtiyor masalasi o'xshaydi deb o'ylagan, lekin unda emaskin hozir. Lekin shu buyruqni ijro qilishda boshqasini qarshisiga do'rab, ularning ulug'lagan narsani emas, ular ulug'lagandek o'zimizning narsani ulug'lashgan. Albatta. Misol biz nurg'un bir ahmoq debdi ayda Payg'ambar alayhisalom oyoq tekkan yani o'zini sen Tangriga barobar sanadin deb. Buningchilikmi ahmoqni ko'rmagandim hayotimda. Tangriteg'ini Uyg'urlar yaratib olmadi, Alloh yaratdi uning o'zini. Bu yerda. U Makka Madinadagi Uhud tog'i bo'lsin, Abu Qubays degan tog'i bo'lsin misol. Uni Alloh yaratdi, u Tangriteg'ini Alloh yaratdi. Tarim deryosini suyini Alloh yaratdi, Zamzam suyini Alloh yaratdi. Bizni vatandagi o'z olmi nashbitni Alloh yaratdi, Saudiya Arabistondagi qavmini Alloh yaratdi. U hech birisidan o'zi afzal yoki ulug' emas. Hammasi o'xshash narsalar. Nima deb biz o'zi Arabning tuprog'ida bo'lib qolganligi uchun qavmining o'zi uni biz nima uchun o'zi qadrlab ketadiganmiz? Qadrlaversin ular, osmonga chiqib olsin o'zining ishi. Lekin biz qadrlaydigan narsa nima desa, vatanimizdagi meva-chevalar. Sizlar bayatdan ular o'zining tog'larini, bog'larini qanchalik qadrlaversin. Uning uchun devatadiku Makka Mukarrama, Madina Munawvara deb turib shunda ataydiku. Ataversin, Jannatul Firdavs deb atsimi ataversin, u o'zining ishi. Ammo bizchi desa, bizning uchun Jannatul Firdavs bizning vatanimiz. Shuning uchun biz ulug' vatan, ona vatan, misol, shunday deymiz uning o'zini. Qanchalik o'zimiz uni qanchalik so'yganligimizga, vatanimiz qanchalik so'yganligimizga bog'liq narsa bu. O Baytul Muqaddas deydi, Yahudlar ayni Baytul Muqaddas deb atagan-ku. Muqaddas degan pokiz degan gap. Bir tarafdan pok, bir tarafdan Qudsal degan inson ulug' bildigan yer degan ma'noni bildirdi-da. Demak, u yer Yahudlar uchun shunchalik o'zi, Bani Isroil uchun ashundaq o'zi muqaddas yer u. Biz uchun degan vaqt biz uchun muqaddas yer vatan.
Demek bu yerdeki nesli mi dese, her peygamber özü turvatkan tuprağının özüne, muş nait uluk tupraq, muş mukaddes tupraq diyen bolsa, biz ulardan aldığan dersimiz ne mi ki hem şu vakta dese, tamam o peygamber o yer özündeki tuprağının özünü mukaddes bilgen bolsa, men özüm tuprağını mukaddes bilişim gerek ki diyen nesini biz ders kılışımız gerek. Peygamber Efendimiz tög uluk. Onu süydüğün iki vasak andak oldu. Kus geldi onlar gepti. Böyle bir video var. Ançı çıkıp kalan sosyal medyada bir grup insanlarını keynige qarıtıp koyup, deslep bizse bir hareketlerine başlaydı. Ona özü doğrulap durup. Sen maşine karşın keynan istek doğrap berdeydi. Onu doğraydı. Yani o kendisi öğürülüp, yer bütün ügütüdü. Erketine her bir katım ügütüp mangan çağda en beşide başlayan erketlerin en ayrılık erketle seçtirim kıldı ahırda. Oturga acayip bir külüp bir meydan çıkıdıyken, yani nah meydanda insan özünün közünden köygen bir hareketle doğrap, kendisiga doğrap berip atkan halette tahminen 15 adamdan arasındaki hareketten ortasında çıkan farklarını düşündürüp bergen bir video hamda. Bunun neç variantı var? Mana şu aş köğüsleyen erketninki asli nemiş geldiğini karamay, adamga karap turuluş şekildeki, yani hata körülüşten kelip çıkıdı ekende. Elbette. Aslideki erketning özünü kögen bolsa, o o'ttirdiki hatalık farklı özgürüp kalmaydı. Bizden o şu körüstülgen narsaga qaranglar, ko'rsatishga emas degan fikrni o'tirib qo'yishimiz sabab bo'lgan narsa bu. Payg'ambar alayhissalom ko'rsatgan narsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan narsa Qur'on, manga yo'li Qur'on, ijro qilgan Qur'on tursa, Qur'onni emas payg'ambarga eslab, payg'ambardan keyin undan keyin sahobalarning qo'li uzrab ketib, undan keyin boshqa imomlarga, undan keyin boshqa tabiin bu deb adamning ishlarini da avadi. Endi oxirida olsa ahli sunnat va jamoat deb tuyoq, Sharunning to'pisiga changining hammasi mening degandek ajnaq bir narsaga akilib bog'lagan bo'ldi. Abdullah ve Mesela Kur'an-ı Kerim'deki yana şu nemesinin özde milletler arasında muamele kılış biz onu devletçilik sahasında toxtalgan vaqtda dep öttük. Şu Kur'an'ın gayesinin özüne düşenmegen nurgun insanlar var. Şunun için bu yerdeki nersi ne dese, misal Kur'an'daki Sure Bakara'daki 193. ayetinin özünde mi? Ve qatiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu kulluhu lillah. Diyen öz şu ayetindeki fe inin tehev fela udvan illa ala zalimin. Şu ayetin özü mü? Naiti özü hata tercim berivatkan işlaba. Bu nemi dep tercim kılıp dese, sizler bütün din Allah için boğuçilik. Yani bütün insanlar Müslüman boğuçilik halette siz köreş kılınlar. Bütün insanlar Müslüman boğanda andakin özü köreş toxtasanlı bolmamız şunun için köreş kılınlar degan mundaq ma'no chiqib deb mundaq tercim qiliqliq. Neticede bu ve yekune dinu kulluhu lillah degan ibora var şeyde ma'noda ve yekune dinu lillah degan ayet var. Bu nemini bildirdi dese Allah üçün, yani bütün dinler Allah üçün boğan kadar köreş kılan degan gap. Bu nem degan bo'ldi? Degan vaqtda bütün din yani mayli Hristiyan bir adam Hristiyan bo'lsin, yani biz Müslüman bo'lsin, yani biz o'zi Yahudi bo'lsin, yani biz Buddist bo'lsin, bütün o'zi shu e'tiqod qilgan odamniki dini e'tiqodi Allohga degan holatga kelgichilik. Yani bu nimni bildirdi? Bir adam ikkinchi bir odamni dini nuqtadan chiqib, sen mening dushmanim demaydigan holatga kelgichilik holatda siz uchun kurash qiling degan gap bu. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalom misol Mekke'ni fethi qilgan vaqtida neminiki Sure Tövbiniki 5'deki 5 ayet tushgan vaqtida nima uchun o'zi Abu Sufyan shu Muaviya shu vaqtda 20 yosh atrofidagi vaqtdagi ashlarning o'zini o'ltirmaydi. Ashlar islomni qabul qilmagan. Ular bo'ldi. Biz shu o'zimizning diniy e'tiqodni qilib qolamiz, ammo sizlarning diningizga hujum qilmaymiz. Sizning hokimiyatingizga biz bo'ysundik deganligi uchun ularni o'ltirmagan Payg'ambar alayhisalom.
Mesela biz hazır Avrupa'da yaşayatımız o. Bir cemiyette Hristiyanlı var, Yahudlu var, Müslümanlı var, Şiası var, Alevisi var, Ehl-i Sünnisi var. Hemmesi ben şu mezhepte olsam mı? Ben özellikle şu mezhebide. Senin mezhebinle benim işim yok. Ben Müslüman olsam, ben fakat Müslüman. Sen Yahudi olsan özenge, benim olsundaki öyle işim yok. Kur'an muşunda boğan kadar köreş kılan değil. Yani didarlık ne Allah Teala teşebbüs kılıklık dinçilik karşı köreş kılan diyen gap. Yani dinçilik diyen ne mi diye vakta bir toplum ben Müslüman de oturup gayrimüslimleri öldürdüğün. Bir bir toplum Hristiyan bulup Hristiyan bulmagan başka milletini öldürdüğün mesela. Muşundaq özellikle dinçilik noktasından başka insanlara düşmanlık kıldıgan, düşman körüdügan mundaq halet tamamen oturduğun özü süpürüp taşlanğan kadarço siz köreş kılыңlar deyen gap. Şunun için Peygamber Aleyhisselam zamanında Mekke, Medine ve onun etraflarındaki insanlardan nurgulları mesela Yahudiler olsun, Nasaralı olsun, müşrikler olsun, Müslümanlar olsun hemmesi bir bayrağın aslında hatırcam özü bir adaletinin aslında hatırcam yaşayan. Şunun için bu yerdeki nesne mi diye vakıtta biz mana şu Kur'an-ı Kerim'deki ahirsideki kafirin suresinin özü mü meniki dini itikadım özemge. Senin mi dini itikadın özenge? Seninki öyle benim işim yok diyen alet kegişlik Allah Teala köreş kılışının özüne buyuruyor diyen gap. Bu yerde muşu noktada biz bile alayımız ki dini noktadan biz bir adamla düşman tutuş bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen zıt diyen gap. Hazır misal Müslüman biz de oturup Palestin'deki yani Hamas'ın özündeki dostu, özünü kerindiş görüp İsrail'in özüne düşman görüyotgan insanlar var. Ama ameliyat tutuyor diye vakta ameliyatta her katım Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uygurlar doğruluk avaz verilse o İsrail biz taraf durdu. Hamas'ın özü, Palestin'in özü Xitay taraf durdu. Muşunçilik nesli pek atamak. Ne için diye vakta bular Kur'an-ı Kerim'in prensipini bilmeydi bu okuyan adamlar. Okuydu rası ama bilmeydi bu adamlar. Şunun için bu atkan neresi bu? Yani bir bizge yana Eğer nihayeti ama evet, bizge nihayeti kopal yani kirgen bir neresi var. Mesela bizning ajdodlarimiz islomni qabul qilgan vaqtda Qur'oni Karimni berib qo'yib, matarafdan atarafdan o'zi fiqh degan bir narsani berib qo'yiqliq. Abbosiya sulolasi zamonasida islomni qabul qilgan bo'lg'achqa, islomni shu nemadan Shia'ni qabul qilgan ekan Uyg'urlar. Masalan, shu Irondagi Samoniylar davlati degan bir davlat bo'lgan ekan, shu davlatning shahzodasi Abu Nasr Samoni degan odam tilga ilindi. Sudh Buğraxonni islomga kirdigan vaqtida. Demek, şundaq o'zi bir kitobni berib qo'yib, undan keyin bu kitobning o'ziga, bu kitobda islomni qabul qilmaganlarni o'tirish, qabul qilib oxirini yenib olganlarni o'tirish degan o'xshash bunday o'tirishlar bo'lganligi uchun bizniki vatanda ichki urush bo'lib, undan keyin o'zi minglagan, 10 minglagan, 100 minglagan hattoki millionlagan insonlarniki o'lishiga sabab bo'lgan. Ammo bu Qur'oni Karimniki ruhiga tamoman zid bo'lgan bu ishlar. Eğer bizdeki ecdatlarımız aşınandan kiyinme yana Arap'ın hikayelerini şu hadis deyilgen Mâle Sahih Bukhari Sahih Müslim olsun ustoz yo'qolib ketdi. Alo? Sizlar Alo? ekranda Alo. yo'q. Alo? Ovozlar bor, ekran yo'q. Ben ustoz özlemli kaydı tuttum kirip herhalde. Şundak biz nersi gören boğaşka şu Kur'an'ın sırtındaki bir nersi Arap'ındaki özündeki örp adı, özündeki territorisi karta nem kılıngan tüzelgen bir nersi boğaşka onu özü bizdeki ecdatlarımızga benim araya fikir de begenden keyin
aş fiqhini asas qilib din mushikken deb o'tirib, o'z nurg'un insonlarimiz o'lib ketishlik. Ammo agar Qur'oni Karimni aynan shu vaqt ishlatgan bo'lsa, u vaqtdagi o'zi shu islomni qabul qilmagan, shu hokimiyatga qarshi chiqmagan asosda islomni qabul qilmagan insonlarimizmi hozir saqlanib qolib, vatanda Uyg'urlarniki soni aslab ko'p bo'lgan bo'ladi bir tarafdan. Yani bir taraftan özümüzdeki bütünlay ecdatlarımızda Kerem, kıpkagan Ustaz. bu şu yazma yadikarlıklarının özünü okuşun tamamen özü yok kılıp etken Arap'ındaki şu hikaye çöçeklerinin özünü okuş, Arap'ındaki itikat sahasındaki, ibadet sahasındaki rivayetlerini okuş, Kur'an'ın sırtındaki muşlarını okuş adetke aylangan. Eğer bizdeki ecdatlarımız Mahmud Kaşgari, Yusuf Kasacip, Elşir Navai, El-Farabi'ye o'xshash olimlarimizning kitoblarini, shu rivoyatni o'qigan bo'lsa, bu bizniki milliy ruhimiz o'lmagan bo'ladi va xalqimiz hozirgi mustamlikada qolmagan bo'ladi. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtida Arabniki bu hikoyalarniki bizga zarrachilik foydasi bo'lishidan sirtida nihoyat og'ir ziyonlarni keltirgan. Shuning uchun buni o'zini asosan Qur'oni Karim buni hech bir zaman din deb qaramaydi. Haqiqiy shu Qur'on tadqiq qilgan olimlarning hech birisi ham din deb qaramaydi bu rivoyatni. Shu fiqhning hech qaysini o'zini din deb qaramaydi. Örf odati qarta yasalib tuzalgan bir narsa bu fiqhning o'zimi. Ya'ni Abbosiya sulolasining zamonasida. Uning uchun bizniki bu yerda payg'ambarlar nima ish qilgan, uni nemini o'rganamiz degan vaqtda payg'ambarlar o'ziniki milliy kimlik va milliy ruh sohasida millatni tarbiyalagan, birlik keltirgan va millat qutqazgan. Bizga kelgan chaqcha desak, biz shu payg'ambarlarni agar ulgu olamiz desak, bizmi o'zimizning millatiniki milliy ruhini tirildirishimiz lozim. Millatimizni birlik keltirishimiz lozim. Milliy ruh asosida, milliy kimlik asosida, hech bir zaman diniy kimlik asosida birlikka kelmaydi. Uning uchun o'zi dinni kimlik sohasiga kirdirishning o'zi bir xatolik. Mushu o'zi mushunda qilgan vaqtimizda yani diniy milliy ruh asosida birlik kelgan vaqtida bizniki millatga qilgan xizmatimiz nihoyatda aniq bo'ladi. U vaqtda bizniki qutulish nimamiz o'zi nihoyatda o'ng'ay bo'ladi. Chunki biz dushmanimizni aniq taniy olamiz. Diniy nuqtadan tanimaymiz, milliy nuqtadan taniymiz. Millatimizga yoki vatanimizga kim tajovuz qilgan bo'lsa, shu bizning dushmanimiz deb taniy olamiz. Bizniki ajdodlarimiz islomni qabul qilishdan burun shunday tunib kelgan bo'g'ashqa hech bir zaman vatanni qo'ldan bergan emas. Biz qachoniki Arabning hikoyalarining oqisiga kirdik, shundan boshlab shunday vayron bo'ldik. Vayron bo'lishning tub sababi nima degan vaqtda milliy ruhdan ayrildik. Shuning uchun o'z vayron bo'ldik. Shuning uchun qarindoshlarimiz mana yuqorida biz deb o'tgandek payg'ambarlardan elchilardan o'rganadigan narsalar nimiki? Buni qisqaroq deb o'tdik. Bundan boshqa nurg'unlagan sohalari bor. Iqtisod sohasi, siyosat sohasi, misol. Nurg'un sohalari bor. O'sha sohanimi mushundaq o'zi sep o'tsak, payg'ambar mushundaq o'zi siyosat qilgan ekan, bizmi hozir dushmani qarta payg'ambar mandaq siyosat tutgan ekan, bizmi hozirgi vaqtda payg'ambarga dushmanlik qilganlarga emas, Arablarga dushmanlik qilganlar emas, o'zimizga dushmanlik qilganga qanday siyosat tutishimiz lozimki? Buni o'zi biz bilib olishimiz lozim. Xo'sh. Sizlar suratlari chiqmay qolib qoldi. Bir kirib chiqib ekan, yenibchi. Biz kitib qaytib kelsa, o'ngshilarmiki? Biz an'anaviy tushunchalar o'rgangan vaqtimizda an'anaviy tushunchadagi o'rgangan vaqtlarimizda amallarning maqbul bo'lish shartlari ikki. Biri niyat xolis bo'lish, ikkinchisi payg'ambar ko'rsatgan yo'l bo'yicha bo'lish degan shaklda o'rgandikda. Undaqda bu so'zning ilmiy nima diniy asosi qanday tushunilishi lozim? Bu vaqt biroz to'xtalgan bo'lsak, ustoz. Chiqib qoldi. Qaytib kirmasa, o'ngshalmaydi emasmi?
ayet hakkında to'xtaldik, uni to'xtalmay qoldik. Kelmedi dedik. Endi kirdi. Hmm. Ha, meni mandaq deymi? Bayatın sualını yana tekrarlab qoldim. Peygamber Aleyhisselam nima? Biz an'anaviy diniy tushunchimizda bizga shunday o'rgatildiki, amallarning maqbul bo'lish sharti ikki. Biri niyat xolis bo'lish, ikkinchisi Payg'ambar Aleyhisselam ko'rsatgan bo'yicha bo'lish deyilganda shunga shu Payg'ambar Aleyhisselam qanday qilib shunday qilsa, bo'lmasa masalan bir odam Tarim daryosi ochilib bir yil chilishib yotsimi, junubdan pak olmaydi masalan. Shekildagi izohatlar olib keldi-da. ilgirki darslarda ama natija qo'lga kelsa bo'ldi deb o'tib ketdi bu shekil bo'ladi. Bugungi darsning ehtiyoji tufayli yana bir izohat berish to'g'ri keldi deb o'ylayman. İbadetlardaki maqbul bo'lishi, xolis bo'lishi ham to'g'ri. Ammo payg'ambar qandoq qilgan bo'lsa shundoq qilish emas, Alloh qandoq buyurgan bo'lsa shundoq qilish. Subhanalloh. Shu vaqtida qabul qilindi u narsa. Qur'oni o'zidimi bir oyat bor. Hozir men shu bir yerda nima qilgandim buning o'zida. Bima arakalloh degan bir oyat bor-ku. Sen ularning orasida bir hukm qilgan. Inna anzalna ilaykel kitabe bil haqqi li tahkuma baynan nas bima arakalloh. Va la takun lil ayati. Bu oyatning o'zi nima deydi desa, Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha hukm qil boshqalar insonlarning orasida deydi. Hukm qilishni deyapti. Bu ibodat qilish mashta. Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha. Yana ro'za tutishni misol olsak, ro'zaning o'zini atganligi saharda yeb bo'lsizlar, kechda tamomlaysizlar deb Qur'oni Karim uchiquniki nimasi bor? Namozning o'zini odatda har vaqt namozning o'zini 2 rakat degan Qur'oni Karimda ochiq turibdi. Tahdid asıl qilib qolsak 1 rakatda. Buni desak Yamanbek o'zi tishiq tegan ekan bu insonlarniki. Voy bizga ular qarshi 100 vaqt o'qib olamdi, 1000 vaqt o'qib olamdi, har vaqt o'zi qanchalik o'qib oldi, bizning ishimiz yo'q. Ammo Qur'oni Karimda deyilayotgani deyapmizda, bizning buning o'zi xafa bo'lish hech qanday hojat yo'q aslida. Hamda Allohga din o'rgatgandan keyin Alloh taolo meni bunday qildi, yo'q, uni unday qilmaymiz, sen degan bir rivoyat bor-ku. Payg'ambar alayhisalom talabdan kiray deb tursa, 3 odam Payg'ambar alayhisalom uyga kirib, ayoldan so'ragan bir rivoyat bor. Payg'ambar alayhisalom namoz o'qimdi desa, namoz o'qiydi, ham armonli desa, biz kech kunduz bir qopdi, men kech kunduz namoz o'qiyman dedi. Yana birisi Payg'ambar alayhisalom nima qilamdi? Ro'ztam desa, ro'ztdi ham iftor qildi desa, men o'zi 360 kun ro'ztim dedi. Yana birisi o'zi Payg'ambar alayhisalom nim ayollar bo'lamdi degan vaqtda bo'ladi deydi. Ham o'zi nim qildi degan vaqtda men abadiy xotnamayman. Men namoz o'qiyman, ham o'zi dam olaman. Ro'ztimi iftor qilaman. Ya'ni Ramazon vaqtida ro'ztimi, boshqa vaqtda tutmayman degan ma'noga chiqadi bu yerda. Xotin bilan bo'laman. Bu g'ayat bu deganda. Kimki meniki mushu sunnatimga, ya'ni meniki mushu tutgan yo'limga nima qilmasa, u meni emas deydi. Demak, nima degan vaqtda men Alloh ko'rsatgan bo'yicha qilyapman bu ishni o'zini. Meniki mush qilgan ishim Alloh ko'rsatgan bo'yicha nima qilgan ish. Sen shu Alloh ko'rsatgan bo'yicha qilmasang, o seni qilgan ishing nol o'tang degan gap bu. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda u payg'ambar ko'rsatgan alohida bir narsa yo'q. Bu hozir mana sunnatchilarning o'zi deydi-ku. Programmasi debdi. Qur'onda nima? Qur'onning va sunnatniki nimasimi? Sayıs aslida nima? Shunday bir program ma'lumot bular. Qur'on va sunnat. Qur'on va sunnat nuri. Aslida Qur'onning nazarda. Bu Qur'on va sunnat degan ikki narsa yo'q bu yerda. Sunnat degan yo'l degan gap. Faqat Qur'on degan vaqtda Qur'onning o'zini ko'rsatdi, sunnat degan ko'rsatdi. Bu yerdagi narsa. Sunnat degan gapning orqaga chiqmay qoldi.
Shu gap üzülüp chiqyapti ya bu. Bir internetde normalsizlik var. Kur'an degende Kur'an'ı köstüdü, sünnet degende nemini köstüdüler? Sünnet degende Qur'on ko'rsatgan yo'lni ko'rsatdi. U payg'ambar mangan yo'l degan gap emas. Payg'ambar Qur'on ko'rsatgan yo'lda mangan odam-ku. Unda bo'lgandan keyin u payg'ambarni ayrım bir yo'l tutib, yoki ayrım bir yo'l paydo qilgan inson emas. Faqat Qur'on ko'rsatgan yo'lda mangan bir inson. Bu yerda bizga deyotgan narsa nima bo'ldi shu vaqt degan vaqtda biz payg'ambarni o'gindigan yerimiz bizmi Qur'on ko'rsatgan yo'lda menishimiz kerak degan gap. Hiçbir zaman Allah Teala bu hidayetni ikkinchi qo'ldan qabul qiling degan bir narsani demaklik. Birinchi ashu nemidan qabul qil. Ashu originaldan qabul qil. Yani udul bir Qur'ondan qabul qil deyilgandi. Hozir qadar şu inkaslarda ashdan to'la talash chiqib ketdi. Payg'ambarninki o'zaldiga sunnati, yo'li, dini bo'lmaydi. Faqat elchi, avatganni ekkaguchi degan shaklda inkaslashib kelyapmiz. Darvaqa shu ko'rsatgan barmoqqa qarab turib olgandan keyin ko'rsatilgan narsani ko'zdan qochirganligi o'tirgan maydonga chiqdi. Bugungi mana bu tema e'tibori bilan Rasulullohning o'lgu bo'lishida o'lgu bo'lishi qandoq bo'lganligini biz hozirgi an'anaviy tushunchadagi undaq maymunsimon qarsiga do'rash, shu tutgan qo'lidagi banan shu banan boshqasi banan emas degan shakldagi tasavvurimizdan, tafakkurimizdanki xato ekanligini tushundikda hozir. Banan nerede olsa banan. Kimning qo'lidagi banan bo'lsa, o banan ekan u. Bananni kim palancının qo'lidagisi banan, pistanchining qo'lidagisi emas degandek tushuncha kelib qolibdi ekanmiz. To'g'ri. Hozir mana shu to'pdimi bor, mana shu WhatsApp to'plarida bor bir qism odamlar, uning diniy sohadagi odamlar bunday narsa jiq. Bir odam arabchani bilish kerak, u vaqtda uning og'zidan chiqqan narsa din sohasida to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Mundaq bir narsa bor-da. Bu bundaq emas, to'g'ri degani qandoq bir odamning og'zidan chiqsa, u to'g'ri narsa to'g'ri bo'ladi u. Xato mayli qandoq olimning og'zidan chiqsin, zolimning og'zidan chiqsin, u xato. Bu narsa bu. Bir odam Saudiya Arabiston tursin, u arabcha so'zlasin, u to'g'ri so'zlaydigan bo'lib, bir odam Sharq Turkistonda bo'lsin, Uyg'ur bo'lib qolsin, Uyg'urcha so'zlasin, uni gap xato bo'lgan ish yo'q. To'g'ri nega bo'lsa, kimning og'zidan chiqsa, to'g'ri narsa to'g'ri bo'ladi. O xato kimning payg'ambarning og'zidan chiqqan bo'lsin, xato bo'lsa, u xato bo'ladi. Bu o'zida bir arab nima degan vaqtda biz izlashda olim emas, haqiqatni izlash, to'g'rini izlash bizda nishon qilinish lozim. Shu vaqtda biz har qanday bir olimdan bir gapni anglagan vaqtda u to'g'ri bo'lsa, to'g'ri qabul qila olamiz, xato bo'lsa, uni qarib qo'yamiz, to'g'risini qabul qilamiz. Yana inson ixtilo qilish emas bu yerda. Dahshat xatodan bilsa, shu bir haqiqatning haqiqat ekanligini uning egisi bilan birga taniydigan. Shu haqiqatni biraz tanıyolmaydigan. U odamlar egisini haqiqat deb taniydi. Uning uchun uning og'zidan chiqqan hammasi haqiqat deb taniydi. Agar uniki og'zidan chiqqan gapniki haq yo nohaq ekanligini tanishim kerak degan vaqtda u boshqa narsa. Şu iki tane ekol deb qo'ydi, ikki ekim bor. Bunun birisi rivayet ekole, ekime yeni birisi dirayet deydi şu. Millet iki bilengen bu yolcu mu şu? Dirayet deydi, bu edemge qaramaydi. O idrak qilib, aql ishlatib, Qur'onga tushgan bo'lsa, haqiqat bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, o ish ma'noda. Ama rivayet degan qanday desa, rivayet zinciri. İnsanla asas qiluvchi ma'noni haqiqatni ishidagi nimaga qaramaydi shu. Shunlashqa birisi alganda birisi olmaydi. Chunki o'zi zanjirini o'zi tuzib oluvchi rivoyat zanjirini. Ashunga o'xshash. Shunga Qur'onni markaz qilganlar diroyat ekoli, hadisni nima qilganlar u rivoyat ekoli shu. Shunga a'laninki kul nimasi shu shaklda bo'lg'achqa, shunga bu Kerem Zahir Ustaz'dan ağzından çıkan bolsa onu kabul kılmaydı. Yakın mesela başka bir adamın ağzından çıkan bolsa özü nima kılıvatkan, ergişivatkan rivayet ekolunun nimisige doğru kelmegechke doğru kabul kılmaydı.
Mesela bir tamçılık kılıvatkan ya layçılık kılıvatkan adamdan birisi vay altın. Bir tane küçük altın taptı dese altınga qaraydı o. Va qo'lingni Hı. lay varken sen meni derslerini tutupsan deb onunla äpleşmeydi o çağda. Elbette. Lekin hozirgi Ben kişiler endi biz altınni ko'rishni bilmaydi, altın ekanligini bilmaydi. Bu altın bu tomchining qo'lida nima ish qiladi o? Tushunchisidan altın tafakkur qiladi. Endi mana bu altın bayram yatılı ustoz sayıda nima qilib qoldi? Mana bu arabchani bilganlarning bayoniga biroz kirib qoldi. Men bu vaqtda shu haqda biroz talash chiqib qoldik. Her qancha men arab tilini ona tilimdan pishiq bilib o'rganib ketdim deganlar har qancha pishiq bilsa Abu Jahilchilik bilmaslik mumkin yani. Ama Abu Jahil qanday ketdi? Mishada bir dars var qarindoshlar. Tekrar. Bir eslatma bo'lsin dedim. Ben bir demek olan bir gap attı. Ben sual sorgan şekilde. Mesela bu din Allah'ın boğuç kadar cihat kılınla tamamen. Diğer ayet ne? Mesela tamam. Eğer aşında olması İslam dini bütünlüğü hakimiyet üstüge çıkış olan aralık aşında cihat kılınlı diyen bolsa. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam elçi, ne mi? Muhammed Aleyhisselam. Allah'ın ayetine eminleştiremek hitip kalan bulamdı. Vazifesi icra kılanmay Elbette, ketken elbette. bulamdı. Çünkü mesela Sure Enfal'daki 39. ayette ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu kulluhu lillah. Fe inen tehu fe innallaha bima ya'malun besir diye muş ayetin özü mü? Kulluhu degan ibare var. Bunun özüne hiç kandak özü başka dindikiler kalmagan kadar tercim kılıklık Nurgüyan'ın özde. Bundaq emas. Eğer açtaq olsa u vaqtda lakum dinukum veliyedin degan ayet qandaq to'g'ri keldi? Bu ikkisi bir-birisiga qarama-qarshi olmamdi. Bu ikkisi bir-birisiga qarama-qarshi emas, bir-birisini to'ldirgan ayet bu. To'liqlaydigan. Buning uchun bu yerda narsa nima degan vaqtda bir jamiyatda hamma dindagi insonlar yashay oladigan, hech qanday bir inson, ya'ni bir insonniki diniy sababidan uni dushman tutmaydigan bir holat kagichilik, ya'ni shunday bir sharoitni yaratqichlik holatda kurash qiling degan gap. Bu o'zi Turkiyaning nimasi loyihasi deydi-ku. Loyiha deganning o'zi hech qanday bir dinga mansub bo'lmagan, hamma dindikilarga o'xshash qaraydigan bir siyosat qo'llanish davlatniki nimasi shu. Men mushuni nima qilayotgan narsa u. O peygamberlik kılınmış şu. Nemiş ki o vaxtda misal peygamberlik şu vaxtda şarait turuqluğun o Mekke'deki müşriklerin nemiş katliam kılmaydı o vaxtda. Katliam kılmaslığı ular boldu. Biz dini köreşinin özünü kılmayımız bunu. Sizin hakimiyetin karşı çıkmayımız. Bu işlerimiz boldu biz özümüzün dinini kayıp kalaylı. Sen özün dinini kayıp kal. Sen koygan başını biz söyleyimiz. Boldu sizin bir iş kılımız diyendekin. Ha tamam. Pe'inin tehav Fela udvan illa ala zalimin diyen ayetin özü aşıyor. Ula yansa yani özdeki aşı dini saha ula alqı peygamber aleyhisselam'ın kılan körüşemiz dini körüşemez mi o? Bunda falan ki kılıç bulmaydı deyin ki. Hatta yeni bir ayet mi bağlı? Sile iman ettim, teslim oldum denla iman ettim. İşlere bir ayet mi bağlı? He. Qalu Ve aslamna. qalet l'arabu amenna kul lem tu'minu velakin kulu eslemna diyen ayet var. Aslamna. He. Şu demek o Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Peygamber Aleyhisselam'ın bayrağının astığa kirgen insanların hemmesi Müslüman bo'lib ketgan emas. Bayraqni astiga hokimiyatga bo'ysungan, hokimiyatga taslim bo'lgan, ammo o'zining diniy e'tiqodini saqlab qolgan. Alqi Peygamber Aleyhisselam vafot bo'lgandan keyin qarshi chiqqan bir guruh insonlarmi asli islomni qabul qilgan emas. Faqat hokimiyat ostiga kirgan boshda o'lganda shu boshni bermaymiz degandan keyin Abu Bakr Qubub bu yerda Peygamber Aleyhisselam to'lgan bojdan bir tal o'g'loqchalik narsani menga bermasa, uni kurash qilmay degan. Nima ish qilsa, bojni to'lamadi degan so'zning o'zi hokimiyatni e'tirof qilmadi degan gap. Shu u yerda qonliq kurash qilish orqali qoidani o'zi ularni taslim qilib, hokimiyatni to'ntib, undan keyin nima qildi emasmi? Xo'sh, 2 soat olaydi. Bugungi temada muhim ikki masala o'tirib qo'yildi ayna. Ya'ni shu Ruşen farq etgan yeri milliy
cihetdeki tavsiyelerde ifadelendi. Yani Arapga nisbeten özünün tağları, Uygur'a nisbeten özünün tağları. Yani her qaysı milletning şu milletning özünün təvəlikideki özüge təvə bolğan narsalarning qadriyatining o'xshash ekanligi. Şu milletga nisbeten. Bu dinning ko'rsatmasi bu ekanda, bu eng muhim nuqta bo'ldi hozir shu. Shundan qaragan chog'da dinni xato tushunib, yillardan beri o'xshamagan adreslarga ketib, shu ufurab ketgan qarindoshlarninki hisobini Alloh oson qilg'ay. Yeni birisiga bu şu ders bo'lg'ay. Şu Araplar yezipler selam Arap alimleriyle alim bulap bundaki Türk yoki başka milletten alimleri alim olmaydigan iş yok. O kalla qanday kalla desa Umavininki, Umavi Abbasilarninki milliyetçi Arapçilikninki kallasi avcı. Hazırım şu kalla qaytının gülünü bizninki o Abu Hanife, Maturidi degandek bizninki Arap bo'lmagan alimlerimizni basırıp koyalım olacak. Özleri biz şu Ebu Hanife, Maturidi'nin mesela menvatımız derlik, lekin menvat kalasılar mesela ulanın yolu emez. Tamamen işte Arabizmninki, Arapçılıkның yolu menvat olacak. Nurgun Türk alimli var mesela şu hadis şunas, fiqh şunas, nurgun alimli var Kur'an'ı yaxşı biladigancha Araplardan da anda bir alimni ko'rib topmadim mencha. Ben nurgun İngilizce, Arapça, başka dersleri bütün şeyme. Bu Kerem Zahir Ustaz bütün şeydi. Nahayet iyisin. Şu Kur'an-ı Kerim'i yaxşı biladigan ömür şunun sarıpqa alimli var Türkiye'de mi? Halifelikning Qurayshilişi deb kitap yazılıyor ya, maxsus doktorlarcha. Ahir apırıp ne kapadı dese bu halife Qurayshiden bo'lmasa olmaydi, Arapdan bo'lmasa olmaydi. Şu bizdeki aslımızga kiysen, onundan ki biz seni baş koysak, dünyaya biz İslam'da aşıda halifelikni koysak, aşağı yapar demdi şu. Bizdeki bu adamlama ahire Kur'an aynı kılıp bizni düşman tutuyorlar bular çok Kur'an'la Kur'ançılık kıldı bular, hadislik karıştırdı dep şu. Şuna olan bu patkakka tekimi petpit adı şu. Abi o Kur'an ayeti bilen mi ifadelep sözü bulduğun gapne illaki hadis akabisi kılanmaydıgan alet kelilgen şu. Ahir qanday bardı dese şu hiç iş kılanmaydıgan alet keldi. İki putini bir öteki tıkılgan gapçı. Bunu abiyatin deb öteki hakikat ekanligini onun sahibiga qarab turib belgilaydigan tushuncha. Aş misal aldıda to'xtak gapdan birisi bo'lsa, buni bir ulug'ning og'zidan chiqqan bo'lsa, bu aşu oltin. Bu şekilde tushuniladi. Doğru. Aşının haqlılığı ki bu. Muşundan qutulish kerak ki bu millatning aşu o'limasidan da'at qildi. Bitta bir kitap setib oldim. Yo'qolgan ma'rifat deb. Bu Amerikadagi Frederick Starr degan bir odam yozgan kitobki. Bu şu bizdeki Türklerninki, bizim Uygur alimlarninki Orta Asya'daki ötken. Aşı alimların tarihini yazıptı. Yo'qolgan ma'rifat kitapның ismi şu. Ben kitapni tanıştırdım. Aşını okusum ama aşağıdaki Bruni deymiz, Farabi deymiz. Nurgun alimlarını tanıştırdım şu. Aşılar nemişke şunda güllengen. Aşağıda nemişke aşılar bu insaniyetninki nemisiga ilim pani nemisiga ayda taraqqiyotiga to'pi qo'shadigan bo'ladi desa shu aqlni mantiqni Qur'onni markaz qilib tafakkur qilib mundaq qilg'ashqa munda bo'lgan deb qo'yapti. Qachonki imom shu G'azali chiqib undan keyin fanni diniy ilm fanni ilmdan shunday ayirgandan keyin ondan keyin nimaninki icraatning darvozasi taqaldi degandan keyin ham undan keyin ham bu musulmonlar ashunday nima tushga qarab yuzlandi deb ashunday tushunadi shu. Diqqat qilishimiz kerak. Yo'qolgan ma'rifatlarni qaytadan qo'lga olishimiz kerak qadarli qarindoshlar. Peygamberden öğrensek, peygamberlerin sahabelerden öğrensek
biz o'zimizniki milliy kimlikka, o'zimizniki milliy madaniyatlarimizga, milliy madaniy meroslarimizga ega chiqa olsak, shuni o'rgangan bo'lamiz. Hmm. Jiq bu soat endi yana bir soat so'zsak oldi, ammo vaqt to'shib qoldi. Tamam. Milliy ong, milliy mefkür yoki milliy tuyg'u to'g'risidagi darslarimiz inshaalloh oldimizda bo'ladi. Do'stlarniki quloq berishni so'raymiz inshaalloh. Mening boshqa savolim yo'q bugungi darsga aloqador. Muhim ikki narsa o'rganib olganligim uchun xo'sh. Mayli kelar qatam ko'rishlar. Men chekindim. Abdulaziz birodarning gapi bo'lsa anglaymiz. Bo'ldi, men qoldim biroz. Ya ustozim ayeti abdan sözler peyda Allah razı olsun. Yine akıllık nime gücü var durusu bir nesle bir gap var o. Hem şu biz işaretni qilib qo'ydik ham shu haq shu bizning barmoqqa masalama deb kelishdi shu biz chekkan narsaga ya'ni Qur'onga aqlga vijdonga kelsa inshaalloh bizning qilgan gapimizni dushman shaklida qaramay bu shu ularning gapining hammasi xato emas birasi bo'lsa bu to'g'ri bo'lishi mumkin degan narsa bilan bir tinglab baksanchi balkim aqlga yetadigan vijdonni qabul qiladigan narsami chiqib kelishi mumkin. Qarindoshlarniki biz dushman qatorida ko'rmay do'st qatorida ko'rishini aqlga vijdonga xitob qilayotganligimizni bilishini o'tinib so'raymiz. Allah o'z kelar soat ko'rishguncha amon bo'linglar qadrli qarindoshlar. Savollaringlar bo'lsa tayyorlab turinglar. Kelar dushanba kuni ko'rishguncha amon bo'linglar. Rahmat ustoz. Fidoyilik rahmat. Allah'ın özgü amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.